Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşlər. Yeni bir qatımlıq Uçuq Söhbət proqramımızı görüşünlərlə qızğın qarşıladığımız mən Abdullah Yalğun. Qadrli görürmənlərimiz, həməllah məlum bolğandək biz yıllardan bu yan davam qılıb kelayotgan bu proqramımızda milletimizin hər xil məsələlərini məyli siyasət cəhətdən bolsun, məyli dini cəhətdən bolsun yoki ictimai cəhətdən bolsun, şu xilma-xil sahədəki mütəxəssislərini, ilim egilərini, alimlərini təşkilat rəhbərlərimizni təklif qılıb söhbət qılıb kelyapmiz. Şunun cümləsindən biz tünügün elanımızda bəgəndək bugün Sarxıllar Maarifi və onun kəlgüsü nişan haqqı toxtulğanlığımız haqqında elan bəgəndik. Bugün saat 7'de aslında başlayalım. Biraz texniklik məsələlər tüpəyildən keçib qaldıq. Aldı bilan keçirim sorayımız. Aldı bilan mən bugünkü aziz mehmanlarımla bir tanıştırıb özsəm. Bugün stüdyomuzda yanımda Sarxıllar Maarifi qurğucusu Doktor Mahmudcan Litif efendim stüdyomda. Kıymetli vaxtını çıkarıp qadam təşrif qılğanlıq üçün köp rahmet etiniz. Rahmet Allah razı olsun. Şundaqla biz Saudi Arabistan'dan hürmetlik Ustaz Şarkı Türkistan Ölümalar Birliği azası Ustaz Muhammed Yusuf Qaracım Saudi Arabistan'da qatnaşıb oturdu programımızga. Şundaqla Doktor Memtimin Abbas Fransiyadan, Fransiya Dövlətlik Fen Texnika Mərkəzi tədqiqatçısı Doktor Memtimin Abbas qatnaşıb oturdu. Şundaqla Avustraliyadan siyasi fəaliyyətçi, psixik məsləhətçi Nurgül Saud xanım Avustraliyadan qatnaşıb oturdu. Bütün mehmanlarımğa Iraqdan qatnaşıb otqan bu proqramma qatnaşıb bəgərliyi üçün köp rəhmət etdim aldı. Qadrli görürmənlərimiz, programımız YouTube və Facebook kanallarımız arqılıq naq meydanda tarqıtılıb oturdu. Ekran adı çıxıb duruyotqan nömrəmiz şundaqla ictimai uçur vasitələrindəki əlaqə vasitələrimiz arqılıq proqramımızga əlaqədar hər qandaq fikir, təklif yoki suallarınız bolsa, yoldaşlardan ümid qılırıq. Şundaqla proqramımızın köplügən oxucularımız, kişilərimiz faydalanış üçün həm bəhərləb qoyuşuna, həm unutmağaysızlar. Unda olsa bugünkü biz Sarxıllar Maarifi haqqı toxtulğanlığımızı dedik. Köpünçe xalqımızga bu maarifdə balları oxuvatqan, farzandları oxuvatqan kişilərdən başqası belki bu Sarxıllar Maarifini anlamagan bo'lishi mumkin, az qismdagi kişiler anlamagan bo'lishi mumkin. Biz e'londa tunugin taqatgan bo'ldik. Bugun biz bu maarifniki qurg'uvchilari bilan va yetakchi o'qituvchilari mishada xizmat qilayotgan alimlerimizni taklif qilib, bunu bir tunib o'taylik. Bu qandaq bir maarif degan nuqtada yig'ilib o'ltiribdik. Oldi bilan men studiodagi mehmonim Doktor Mahmudcan Litif bilan Sarxıllar Maarifi qurg'uvchisi doktor bilan boshlasam. Oldi bilan hurmatli doktoram da sizni Sarxıllar Maarifining qurilish fikrini bunu so'rashdan burun sizni qisqacha ko'rmalarimiz Istiqlol ekranida tunji qatam o'tiribsiz. Xo'sh keldingiz deymiz. Sizni bir qisqacha tunib o'tgan bo'lsak. Xo'sh bo'ldik, rahmat. Oldi bilan Istiqlol televiziyasiningki Istiqlol televiziyasiga bizni alaydan ziyorat qilganlik uchun Sarxıllar Maarifiga vakolatan chuqur rahmatimni bildiraman. Men Türkiye'ye 2012 yılı Türkiye Devletlik Okuş Mükafatı bilen doktor okuluna geldim ve İstanbul Üniversitesi'ninki fizik fakültede yukarı enerji ve plazma fizikisi bölümünde doktorluğunu bitirdim. Hem de hazır asaslıqı üzerine şahsi tədqiqatı bilen şoğullanğaç Sarxıllar Maarifi bilen ya Maarif bilen şoğullanıyorum ben. Hoşumca Qutatqı Bilik İnstitut'ta bilim eğitiminki azası ve bilim küçük jurnalı Tebiben Fizika Təhriratınınki təhriri olub işlərdim. Xoş. Köp rahmet. Bunda olsa qalğan mehmanlarımın inşallah ulağa söz kelgende ularını tunub ötümüz elbette. Bu şu Sarxıllar Maarifininki quruluş fikri qandaq bo'lib meydana geldi, bunu bir anlasak sizin. Bunu sözlesem gep biraz uzarışı mümkün. Şunaqdan ben biraz qısqartıp sözlep bereyim. Deslepte Türkiye'ye kelgen vaqtda 2015 yılları aralaqda Uygurlarınki şu torda elip beriladigan belki bilişinler mümkün Khan Akademisi, hazırki Udemy deydigan tor süpüsideki ügütüş ve ügünüş süpüleri var. Hoş. Aşındaq bir süpüni berpa qilish haqidagi
bir fikir bilen belgilik bazı ziyaliler bilen birleşip bir mezgil tirişip bakkan bolduk, lekin bunun meblağ ve adam gücü yetişmey, o toktap kalgan boldu. 2016 yılı kelgen vaqtida şu bir mötəvər bir Türk ustazınınki ağzıdan Türkiye'de nəhayət aqıllıq ballarını, talantlıq ballarını məxsus oxutadigan bir mektepning barlığı yan qurilganligini anlap nəhayət yürkümge ot yıqıldı da bu qandaq mektep deb. Çünki o çağda aldı bile oylağınım özümün oğlu oldu, 4 yaşlıq oğlum. Oğlumni şu mektepke bəsəm acaba deb. Anladıkin bolsunmuş Uygurlarning Türkiye'de yakımızı dünyanın ki başka yerlerde aşnaq bir mektebimiz bolsa deb az o'qigan boldim. Keyin yıl ötüp arada Uygur mekteplerinin ki Türkiye'de qurilayotganligini anglab nəhayət xoş oldum ve bu mekteplerini ziyaret qilgan boldum. Keyin hatta bu mekteplerde işlegan boldum. Endi Serxillar ma'rifining fikri qandaq keldi degan vaqtida bulapmı 2016 yıllarının ahırlarından başlap emmimiz bilimiz milletimizden beşiğe misli görülmegen çoğun balay abetle geldi. Burun biz Uygur tilimizni, Uygur medeniyetimizni, milli marifimizni yo'qoldi deb esret vahim degan bo'lsak, endi hozir milli mevcutluk haqida ensiraydigan algı kelib qoldik. Endi men ko'p o'ylandim bu vaqtda. Men vatandan sirtga chiqqaniga alazal 10 yillar bo'lib qopti. Mush chiqqandan buyon mush millatimizning peshiq kelgan fojialarni haqiqiy yo'sinda bir to'nigan bo'libdiman. Va ko'p o'ylandim, nima uchun bu bizningki beshimizga bundaq balay afetlar keladi. Bizning taqdirimiz o kadar kajmo. Yakımızı mush tarixiy reallik bizni şunu iştirip qo'yayotamdi. Şunu ko'p o'ylandim. Davomli shuni o'ylandim. Lekin yana bir tarafdan bizningki xalqimizning Uyg'ur xalqininki shu dunyoda nəhayət tezlik bilan chiqayotgan fan texnik yangiliklari va yangilik uchurlardan mahrum qilayotganligidan nəhayət ichim siqilibdi. Mana mushlarning hammani yig'ib aytgan vaqtida yani ma'rifga berib taqildi ekan. Endi bu gapni yig'iblam har vaqt deydigan gapim boshqalarga Serxillar ma'rifini tonuştuğanda nima uchun shu Serxillar ma'rifini o'ttirib kelib chiqqanligim degan vaqtda deydigan gapim shu. Agar 30 yillar burun shu Serxillar ma'rif agar qurilgan bo'lsa deb faraz qilib baqsaq, o çağda vatanimizdeki baylar olsun, pulu var, ziyaliler olsun, bilim var. Serxillarımız köp. Ama şu yetilayotgan, çoğun buluvatkan ballarımızı yeteklep kelgüsüge yönüşlük bir ballarını terbiyeleydiğen məxsus bir programı kurgan bolsa de təsəvvür qilib baxsaq, belki men şunun işinime hazır bugünkü qalmaydık deb şunun işinime. Belki mazırqadan yaxşı boluşumuz mümkündü. Nurgun Serxillarımız bir-birisi bilan zich hamkorlasha oladigan, ishni yurishtirib qila oladigan Serxil ziyolilarimiz maydonga kelgan bo'ldi. Endi hozir ziyolilarimiz yo'q emas bor. Lekin bir turlik bir xil kollektiv shaklda bir harakat qilish yo'q. Hamkorlash, chunki endi har xil insonlar har xil ideyada, har xil fikrda terbiyelinde yetilip çıkıdı degan gap. Undaqanda Serxillar ma'rifi haqiqatan muhim degan fikir kelib qoldi. Shu 2016 yillarda qurilgan men anglagan Turkiyada bo'lgan ilk mektep nima uchun bizda bo'lmaydi? Bizda qurilgan mekteplar nima uchun shundaq maxsus ballarni maxsus yetaklaydigan bir program bo'lmaydi deb o'ylab 2020 yılı şu bir ballardan imtihanı ilip tallaş fikrini oturup koyup başlap kıldık. Allah'a şükür buna ait muvaffakiyetlik yaxşı oldu. Bir yıldan bu yan şu imtihanı bilen tallagan
adillik bilen, sistemlik bilen tanlagan ballarımızı bir yıldan buyan herhalde yaxşı yeteklep ketip barımız ve bundan keyin bu Serxillar Ma'rifinin texidimi sistemlik yaxşı ketadiganligiga işinime Xudayım buyursa. Çıkıp aytgan vaqtida bu fikir endi şu bizniki Uyghur milletimizning hozirgi ahvolini o'zgartirish uchun alayda bo'lgan ma'rifniki nihoyat muhimligini alayda ta'kidlab o'tishga to'g'ri keldi. Xo'sh. Ko'p rahmat. Endi javobingizga munosabat yo'g'ishqanda bir qanday kelganliginglarni dedinglar. Bu Serxillar Ma'rifniki shakli qanday qilib berildi? Sizga munosabat boshqa mehmonlarni biroz saqlatib sizni anglasam, chunki siz qurg'uchi ma'rifning shakli bunda boshqalardan sizlarni farqli qilgan narsa nima? Boshqalardan bizni farqli qilgan narsa biz bu balların aldı bilen Serxil degan gapninki ma'nosi Uyg'ur tilimizda, lug'atimizda tanlangan, qillangan degan ma'ni bildirdi. Gapi o'z tilida chiqib turdi Serxillar Ma'rifi deb. Biz o'quvchilarni aldı bilen tanlaymiz. Ya'ni bizniki Uyg'ur ballarımız nəhayət aqlliq. Mən bunu ballarga bir 2 yil ders o'tash jarayonida men texdim uchun his qildim. Ballarımız nəhayət aqlliq, yangilik yaratish qobiliyati kuchlik. Hem bu ballarni biz alayda qo'limizga elib tarbiyalamasak, birinchi bu ballar isrof bo'lib ketib qoladi deb men shunda deb qarayman. Ikkinchidan bu ballarni hozirning o'zida qo'limizga elib tarbiyalash işimiz çokum zor. Hem bizde farklı qilgan narsa nima degan vaqtida aldılan bu ballarımız haqiqatan bu ismiga loyiq Serxil ballar bo'ldi. Tanlangan ballar. Andan keyin bu biz kurs emas, davomliq deydigan men ballarımı deyman, o'quvchilarimni bizmi davomliq boshqalarga tanishtirgan vaqtida bizning bir kurs emasligimizni, kursga o'xshamaydiganligimizni. Buning shakli ballarni yetaklash shaklida bo'ldi. Asasqı bizningki boshqalarga teşvik qilganda va boshqalarga degan vaqt deydiganimiz mushu ballarni dangliq oliy maktablarga layoqatli qilib tarbiyalab o'zingizni bilasiz dangliq oliy maktablarda püttügen bizniki vatan sirtidagi ziyolilarimiz, mana mushu mehmonlarimiz mushu nima tug'an bugungi mehmonlarimizni o'z ichiga olgan nurg'un Serxil ziyolilarimiz vatanning sirtidagi yoki ishchidagi olsun, yaxshi maktablarda, dangliq maktablarda o'qigan. Qalbida yosh vaqtida ayda g'oyalar bo'lgan. Men shuning uchun ishinaman. Shunga shu hozirgi ballarimizni shu shaklda dangliq oliy maktablarga layoqatli qilib yetaklash va shu o'qish jarayonida mayli turmush jihatdan bo'lsin, o'qish hayoti jihatdan bo'lsin, o'qishniki, o'rganishniki eng unumli shaklda elib berish jihatdan bo'lsin. Hamma jihatda biz o'zimizning tajribasi jihatdan yoki bo'lmasa o'zimizning bilimi jihatdan mush ballarni nuqtaliq yetaklaymiz. Bizni farqli qilib turgan narsa mushu. Andan keyin mush ballarni biz 1 yil, 2 yil tarbiyalamaymiz. Taki oliy maktabga chiqquncha, oliy maktabga chiqqandan keyin taki ya'ni millatga töhp qo'sharligidek Serxil ziyolili bo'g'ichi shaklda vaqtcha biz mushu ballarni bütün kuchimiz bilan desteklab ega chiqamiz. Ko'p rahmat. Inshaalloh to'liq yana nurg'un savollarim bor. Endi men hurmatli mehmonlarimdan ustoz Muhammad Yusuf Qarajim nurg'un qatim suhbatlarimizga qatnashgan hamma odam taniydi zaten. Nurgul Saud xonimga kelsam, sizni oldi bilan savol so'rashdan burun Istiqlol ekranimizda tunji qatim bizning mehmonimiz bo'lib turibsiz. Albatta bundan burun sizning mayli WhatsApp gruplarida bo'lsin, men farzandlar uchun nurg'un maslahat berib, yaxshi darslaringizni hammasini anglab bo'lmasam, ancha-muncha anglagan aytibek ilmiy shaklda xizmat qilganligingizni anglagan edim. Andikin ham siz bu sahada xizmat qilishdan boshqa ham siyosiy jihatdan Sharq Turkiston xalqininki bugun tortayotgan bu ichinishli nimalarni har sohada anlatib kelayotganligingizni xabarlarda ko'rib turyapmiz. Bugun tunji qatim Istiqlolning mehmoni bo'lib turibsiz. Sizni bir Istiqlol ko'ruvchilarga biroz o'zingizni qisqacha tunishtirib andikin men savolimni so'rasam. Rahmat. Alaykum assalom hammalarga.
Bizim Avustralya'da hazır etken tütülay dedi. 3 yerim oldu. 3 nokta dedi. Eğer meni gidip bulaşmaya kalsa aldı bile gitişimi soruyordum. Lekin ben şu üzerindeki bağımlı küçümle sıkıştırıp amal var programın süper oluşarak gitmek kılmam. Siz degендek asosan meni tushundirgan usul bo'yicha siz tushundik bo'ldingiz. Mening Avstraliyada hozir asosiy qilayotgan ishim shu psixik maslahatchisi ham davolash. Bu davolashda meditsina ishlatmay turib davolash usuli. Shuning uchun bu sarxila ma'rifiga meningki taklif qilinishim yoki bo'lmasa buni men anglagan zaman o'zimniki naqadar bir birinchidan bular uchun yordamim bo'lgan, ikkinchidan men mushu bolalarning hayotida bo'pmi mushu o'sib ketilayotgan 14 yoshdan 20 yosh atrofidagi borliqda mening rolimning nayti cho'ng ekanligi yoki kuchli ekanligini o'zim bilib yetdimda. Endi mening mishada bir eslatib qo'yganim Uyg'ur ziyolilarda mushundoq bir mas'uliyatchanlik ro'y bo'lishi kerak. Mayli sizni pul versin, pul vermesin, maaş versin, vermesin, bekarga ishlang yoki bo'lmasa siz o'zingizdan taklif qilingan bo'ling. Bizda oldi bilan mush millatga nisbatan o'zimizningki bir mas'uliyatchanlik tuyg'usi bo'lishi kerak. Men bu bolalarningki mushu sarxila ma'rifni anglaganda meningki chiqish nuqtam dal shu bo'ldi. Men Uyg'ur ziyolisi deydi ekanman o'zimni. Bundan sonra mening mas'uliyatim nima? Men nima ish qilib bera olmayman? Dedim, shuning bilan bu Mahmudjonimiz bilan davomli bu fikrimizni almashtirib, buni taraqqiy qildigan bo'ldik. Taraqqiy qildirish jarayonida ham bolalarningki tanlash uslubi biz nayti ilmiy texnikalik usul bilan tanlash olib bordik. Albatta bu birinchi qatimliq. Shuning uchun biz nurg'un izlanishlar, qaysi metod eng muvofiq bo'ldi, qaysi metodni ishlasak biz bolalarni eng adil, yaxshi tanlab chiqargan bo'lamiz degan mushu jihatni nayti boshqa turgan bo'ldik. Masalan, bolalarni bizningki mushu mana shu marta cho'ng bo'lib, hozirgi mushaltimga kelgan odamning birisi bizda maktabda yaxshi o'qisa, oliy maktabga o'ta olsa, yoki bo'lmasa turmushga chiqqan vaqtida o'zi bir kishilik maosh olib ishlay olsa, ashni bu g'alaba qozonganlik deb qaraydigan bir huquqim bor. Amaliyotda g'alaba qozonish yoki bo'lmasa bir yoshninki futuqlik o'zining yo'lini, o'zining rolini jamiyatda tepish undaq oson ish emas, undaq oson tarmandiki nuqta emas. Şuna sarxila ma'rifiga men bir yilga yaqin bo'ldi yetakchilik qilayotgani. Bolalarga yetakchilik qilish jarayonimda dal ashunaq tar ma'nodagi shu ufqni buzib tashlash. Bolalarning qanday qilganda ruhiy jihatdan ko'pmi o'zini kuchli qilib yetaklash. Endi oldi bilan bu 3 xil kuchlilik bo'ldi bu yerda. Birisi menga ruhiy jihatdagi kuchlilik, yana birisi o'zingizningki fiziologik jihat kuchligingiz. Yana birisi siz nimani o'rganasiz, bilim jihatdagi kuchlilik. Endi mening bu yerdagi rolim shu psixologiya jihatdagi kuchlilik. Endi fiziologiya albatta ularning o'ziningki o'ynaydigan tantarbiya, sport deysiz, boshqa nimalar bor. Anakin bilim jihatdan, masalan, Bayan Mahmudjonimiz to'xtalib o'tdi. Bizniki har xil o'xshamagan ko'p taraflamlik darslar bor. Darslarning sirtida yana leksiyalar bor. Shular orqali uning hammani to'liqlab ketadi. Shuni men o'zimniki nuqtasiga yetib kelsam, bizningki bu tanlangan bolalarningki biz EQ, IQ deb ikki nuqta bilan tanladik-da. Endi bolalarning IQ'si haqiqatan yuqori. Anaki EQ'si kelsak, buni hissiy tuyg'u nima deymiz? Aqliy qobiliyati deymiz. Bolalarningki ashadagi kamchilik yeri yoki bo'lmasa yetarsiz yerini darhol ko'rib yetarmidik. Agar bolalarga biz ozroq yetakchilik qilsa, bu bolalarning nayti kuchli, sarxil, mushu bizningki mushu diasporadagi jamiyatningki oldi bo'lib yusab ma'alaydigan bizning ko'zimiz yetdi. Shuning bilan bu programmani ko'p taraflamalik sistemali qilib
başladık. Endin bir yerde bir narsani ben ta'kidlab qo'yishni to'g'ri ko'rdim. Bu sarxila ma'rifi degan vaqtida bayan Mahmudjon inimiz deb o'tdi. Bu kurs emas. Bu kursda biz ma'lum bir narsani o'rgatib, bolalarni shu jihatdan savodi chiqardilar. O kurs oyoqlashdi. Lekin bu undaq kurs emas. Mushu bolalarni yetaklab, bu yetaklash degan ba'zan bolalarniki oldiga 2 yil, orqasiga 4 yil ketishi mumkin. Şu vaqtgacha biz hergiz o bolalarni sen programmani tugatding, chiqasan bo'ldi demaymiz. Endi qolgan tarafni menimcha boshqa ustozlar, o'qituvchilar to'plab o'tdi deyman. Mushu mening rolim, mushu sarxillar ma'rifidagi. Rahmat. Xo'sh. Ko'pdan ko'p rahmat, haqiqatan nihoyat muhim nuqtaga diqqat tortdingiz. Bir ko'rmanimiz mi yezibdi, dunyoda 4 bola yo'q, layoqatsiz o'qituvchi bor deb, ya'ni mushundaq tanlangan, albatta bu sarxilla ma'arifiga o'quvchilarning tanlash jarayonini program jarayonida har qaysilardan so'rab o'taman. Ham siz madir masalan IQ, EQ bu nimalardan mushu sinaq qilgan müşahidimi tanlab aldığanlığınız dediniz. Bunu biraz etişinizni talep qilman program jarayonida. Lekin men sizdan mushu nimada javobingizning oxirlam shuni bilib baqsaq. Ya bu xildagi ma'rif haqiqatan mayli Turkiya bo'lsin, asosli ham Turkiyadagi o'quvchilarni qilib o'tadigan sarxilla ma'rifi. Mavjud Turkiyadagi nurg'unlagan darslar va maktablarda bu ma'rif boshqa darslarga o'quvchilarning besim elib kelamdi sizga? Bence bizim hep kemeydi deb qarayman. Nurgun mesela bu Covid jarayonida bizningki Xitoy virusi chiqqanidan tortib hozirgacha biz o'zimizning darsini to'xtatib qo'ymadik-da. Chunki bu darslarningki ba'zi vaqtida dushanbadan jumagacha 2 kun kechda, bo'lmasa shanba yakshanba kuni. Shundaq vaqtga bo'lib turib biz o'tilib miyotdi. Buningki bundaq 2 xil nuqtasi bor. Birinchidan, mush tabiiy fan nuqtai nazaridan, yoki mayli ijtimoiy fan nuqtai nazaridan bo'lsin, bolalarningki sarxila ma'rifda o'rgandigini, maktabda o'rganib mangdigan, yetishib mangdigan fandan bir baldaq yuqori. Demak, bolalar sarxila ma'rifiga yetisha olib, ashninki o'disini chiqaradi degan gap o'zininki maktabida o'qiyotgan sinfida eng oldin qator ma'laydi, ashning asosiy tiralaydi degan gap. Yani ikinciden, meyli Türkiye'nin ma'rifi olsun, meyli Xitay'ның ma'rifi olsun, bir kamçılık var bu ma'rifda. Bu ma'rif olsun mu, balalarınki emotional intelligence deyimiz, bu nemede cəhətçi duyğu, əqlini yitildirmeydi çünkü, onun itibar vermeydi. İtibar vermezliğindeki asıl sebep bu ma'rifning kurulması, yana birisi, bu mektepning süpütlüğü münasebetlik. Mesela oylab baksanız bir mektepte bir o'qituvchiga 30dan 40 o'quvchi bor. Turkiyada mana shunday ekan. Bu o'qil ahvol ostida o'qituvchininki mas'uliyati bolalarga o'zgan shu darsni o'tib sinfdan chiqsa vazifasi tugaydi degan gap. Bolalar bilan fikr almashtirib, bolalarninki nemisda o'zining ideyasida qiynayotgan masalalarni hal qilish yoki bo'lmasa qanday hal qilish usullarini bolalar bilan fikr almashtirishga o'qituvchining vaqti yo'q. Bizdeki sarxila ma'rifida bo'lsa, onun vaqti bor. Bizning sarxila ma'rifda bizniki o'zimizning o'lchim bor. Bakchiq bolalarni tanlab olmaymiz. Endi birinchi qatim tanlagandim 17 bola, 17ning ikkisi to'xtalib tushib qoldi. 15 bola davomlashtirib ketyapti. Ashlag'imi bizniki birinchidan ajratgan vaqtimiz. Mening shaxsan shu mentorlik qilish, yetakchilik qilishga ajratgan vaqtim. Ba'zan vaqtida ba'zan bolalar men bir fikr yurgizishga men diqqat qilaman. Ular agar mendan talab qilsa vaqt bermay ularga. Bu nimadan derak yurdi deganda biz shu bolalarningki ruhiy jihatga sog'lomlikqa kapolatlik qilib qolmasdan o'zininki duch kelayotgan qiyinchiligi yoki bo'lmasa bisim, ruhiy bisim bo'lsin, ijtimoiy bisim bo'lsin, ashlarning hammasini qanday hal qilishni, chidamchilikni qanday oshirishni şu noktalarni biz ularga o'rgatib boramiz. Unda bo'lgandan keyin bolalarningki o'zligidan vaqtning o'tishiga ergishib, masalani o'z oldiga hal qila oladigan qobiliyati yetishmadi. Xuddi siz quchqashni qanday qilgan chog'da
uçuşunu ketgenge o'xshashlam ish. Biz quchqachni o'g'ida tutib kelib, davomli dam berishni niyatimiz yo'q. O quchqach cho'qim qo'shib uchish kerak. Unda qilganda biz shu uchishga kerakli bo'lgan hamma texnikani biz o'rgatsak, u bolalar shu o'zi o'rta maktabni tugatganda, hatto oliy maktabga kirib bo'libmi, bizdan ham maslahat so'rash mumkin. Ular qanday uchishni o'zi o'rganadi. Qaysi qancha uzun ucha oladi, nagacha ucha oladi, uni o'zi bekitadi. Shu bu jihatdan besim bormi degan nuqtaga kelgan chog'da mencha uni qisqalan besim bor yo'q deb qarasak bo'lmaydi. Bolalar kirgandan keyin xuddi o'ziga bir ozuqliq, yetarli bo'lgan ozuqlikni o'zi qabul qilib, bizdan ayrilib, yana shu ozuqlikning kuchi bilan o'zining turmushini, o'zining hayotini buningkin yo'lini tepib ketalsa, shu biz uchun eng xushallik. Biz shu nuqtani aytganda u hargiz besim deb qaramayman uni. Bu bir fursat. Xo'sh. Ko'pdan ko'p rahmat, qimmatli ma'lumot berdingiz. Endi doktor Mamtimin Abbasqa kelsak, sizniki tarjimoningizga albatta siz bilgan tunji mehmonimiz Istiqlol ekranda. Sizning oldi bilan o'zingizni qisqacha bir tunishtirish bilan savolimdan bir aqlam so'rab o'tay. Tarjimoningizda o'qigan vaqtimda mayli vatanning ichida bo'lsin, sirtida bo'lsin, muvaffaqiyatlar bilan bugungi o'rningizda ishlayapsizlar. Sizning shu sarxilla ma'rifning tarbiyalash shakli haqida qisqacha bir so'z qilgan bo'lsangiz, o'zingizni tunishtirish bilan birga. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Shu fursat bilan hammalar bilan bir shu suhbatlashish fursati bo'lganligidan aytdim, xursandman. İsmim Mamtimin Abbas. Devlet içi doktorluğunu tugatgandan keyin shu İtalyada, Avstriyada doktorat bo'lib xizmat qildim. Keyin Fransiya shu Bordeaux shahriga kelib, Bordeaux universitetida tajribamda Fransiya davlatlik tadqiqot markazining tadqiqotchisi bo'lib xizmat qilib kelyapman. Bunun 10 yildek bo'lib qoldi. Hozir mustaqil doktor yetakchisi, 4-chi doktor o'quvchim yaqinda o'qish bitirdi. Qo'shimcha Uyg'ur akademiyasida xizmat qilyapman. Andan keyin bilim kishi jurnalining tahdid ishini qilib kelyapman. Endi bu shu programma Sarxilla ma'rifini Mahmudjon boshlagan vaqtda, ama maslahat so'ragan vaqtda men aytdim xushal bo'lgan. Chunki bu shu bizning kelgusidagi umidlik yosh o'quvchilarimizga bir fursat bo'lib qolmay, amaliyotda shu vatan sirtidagi biz ziyolilarga bir fursat. Men mutlaq shunday deb qarayman. Endi biz bir millatningki umumyuzlik sapasi ma'rif sapasini o'stirish nihoyatda muhim. Albatta biz bir millatda bir asosiy nihoyat yaxshi bo'lgan ma'rif sapasi bo'lishi kerak. Lekin shuning bilan birga yana oldiga ketgan sarxillardan tarkib topgan bir kuchli ziyoli qo'shini bo'lishi nihoyatda muhim. Demak, endi biz millatimizning kelgusini o'ylagan vaqtimizda endi shunday bir sarxillar qo'shinininki yetishib chiqish uchun biz ziyolilarninki tök qo'shishi, yordamda bo'lishi nihoyatda zarur, majburiyat deb qarashga bo'ladi. Shu nuqtadan endi bu programga yoki bu ma'rifga nihoyatda qizg'inlik bilan ovoz qo'shdik. Albatta vatan sirtidagi nurg'un ziyoli qarindoshlarimiz mayli iqtisodiyatdan bo'lsin yoki boshqa masalan yetaklash jihatlardan bo'lsin, ko'p vaqtlarni, zehnlarni sarf qildik. Bir yildan yog'in bu programmamiz menimcha yaxshi davomlashib kelyapti. Endi bu shakli yoki qurilmasi to'g'risida Mahmudjon inimiz yoki Nurgul xonim buni so'zlab o'tdi. Demak, bu programma amaliyotda shu umumyuzlik maqsad kelgusida va millatimizdan kuchli bo'lgan bir ziyoli qo'shinini yetishtirib chiqish. Endi bular faqat ma'lum bir kasb yoki ma'lum bir kasb jihatdan yetilgan kishi bo'lmasdan, balki umumyuzlik jihatdan yetilgan, ya'ni milliy ro'y bo'lgan, andan keyin ulug' g'oyalarni ko'ngliga pukkan, albatta kasbdan yetishgan, lekin yana millatimizning kelgusida, millatimizni qutuldirish uchun yoki millatimizning kelgusi uchun
bütün vücudu bilen tirishchanlik gösteradigan shunday bir turkum yoshlarni va ziyolilar qo'shinini yetishtirib chiqishni maqsad qilgan. Köpten köp rahmet. Yani nurgulgan suallarımız var albatta. Ustaz Muhammed Yusuf Saudi Arabistan'dan katılışıyordu. Albatta siz mi anlasam şu sarxilda ma'arifdagi sarxilladagi shu o'quvchilarga leksiya so'zlab qildi ekansiz. Endi bugun millatimizning albatta ehtiyojli tarafdan har jihatdan shunday yetishgan o'quvchilarga har sohada yetishgan o'zini yetildirgan bu millatga xilma xil sohalarda to'kib qo'sha oladigan yaramli avlodlarga ehtiyojli ekanligimiz har sorunda, her sahada so'zlab kelyapmiz hamda buning qancha muhim ekanligini. Sizdan bir anglasak, millatimiz hozir hammadan bak ehtiyojli bo'layotgan narsa nima deb qaraysiz siz? Ben bu bir yıl oldum ki Doktor Mahmudcan Muşuz kızgın karşı aldım, hoş oldum. Bunun dinkin şu bulanınki işte bazı okuyuculara bazı bir kendi tavsiyelerini ve bilgilerini mesela aslında sözler bir okuyucularla bir sohbet ötküzgen olduk işkılıp. Nayt kızgın karşı aldık işkılıp nayt başını şolaptı da. Emeliyatta şu kütkende mi bekrak yaxşı netice bilen şunda devam kıladı. Endi xalqimizning hozir arzu armonlarini ro'yobga chiqaradigan har tarafdan yetishgan dunyoni tushunib ko'rsatadigan bilim insonlar xalqimiz intayin muhkamdi. Endi biz kichik ko'p deb uni ancha tushunmaydik. Hozir bilim kuchgan zaten. Shu bilim bo'lsa har narsa bo'ladi ekan, hamma maqsadga yetkazib bo'ladi ekan. Endi tarixdagi shu yahudiylar kelgan külle Yahudilarınki ilim arkalık şu dünyada şu muhim pellerde mütehassıs bulup yüzünü ispatlaş arkalık başka milletlerin mesela bu şu bular ilim kılıp Yahudi diyen Yahudilara bir devlet kuruş muhimken diyen kanaatke keltirgen aşularınki yüzünü ispatlap ilim arkalık ispatlı dendi onu. Bununki Polşa halkının bir kitap neşir kılındı o Üçer üniversite. Polşa halkının o bizge 5 yıl günde gün kelgen bulapmı? Qo'shnilarning Çar Rusya, birisi Germaniya, birisi Şvetsiya bu değil mi? 3 devlet ulanı parçalab 19. asırda fakat dünyanın xaritasini yo'qolib ketgan. Lekin ular Üçer üniversite öylerde o'qish orqali o'zining tarixini, o'zining madaniyatini, kerakli narsani o'qib, shu dünyada birinci qetim Nobel ayal iki qetim arqadan teğe. Ağan ayalını şu Polşalıqdan çıktı. Demek o başka milletke şurada bilimlik adam gerek. Bular bizge hazırki bizim vaziyetimiz. Bizge hemmeden zurur, hemmeden gerek bo'lgan narsa bilimlik her tarafdan yetişken adam gerek hamdi. Biz şuna ballarni süpetlik mekteplerde süpetlik okutish. Her bir Uygur'un kişi bu kelgisi üçün hakikaten hem de sanat boğuculuk bayılıyor bende. Hem de muşu sarxillarını şu gayege hizmet o da ümit kılmam. Muşu da başlıyor. Gidim bu çoğuydu. Mesela her yıl bir kançalanırken zayrindaşlarımız dedi bu aylıkta emesem de o bağlı şu anca ahırgı aşunundan bilib bultgan gap, ayında yetiştirdigan gap, aqsını aşunda mağıtgan gap, muyda qilish arqılıq iş qilib, mesela 100 adam közlengen bolsun, 100 adamның 50'i netice qazanalsa, yana qalbi qılğanlıq boladi da endi o. Ama ben şu vaziyatda, hozir vaziyatda bizninki har xil sohalarda alohida dunyoga ta'sir ko'rsatkichli shunda odamlarimizning yetişip çıkışı halkımızın en zor ihtiyacı deb qarayman. Xo'sh. Ko'p rahmat. Hakikaten milli hem o'ziniki milli ma'naviy qimmat qarashlarga sahip chiqadigan bu shuur, bu tuyg'u bo'lgan
hem ilim pende küçlük boğan her xil sahada yetişken yaşlarımız elbette bu milletninki kelgüsüge nurgun täsirlerini körsätkisi. Milletimiz bunundan ayrılmagan müddetçe nurgun netijelerini qo'lga keltirishiga ishonchimiz komil. Hurmatli Mahmudjon, endi mushundaq sarxil o'quvchilarni tanlab yetiştirish uchun sarxil bir o'qituvchilar qo'shuni bo'lishi kerak ham bunga. Sizningki mushu mehmonlarimning hammasi bu yerda bolalarni tarbiyalayotgan o'qituvchilar qo'shuni haqida mehmonlarimning sapasidan, ularning bilim saviyasidan ko'rib bo'ldi o'zingizni tatib. Yana boshqa biz bilmaydigan qanday bir o'qituvchilar qo'shuni va bu sizlarningki kayninglarda. Biraz bu haqda so'z qilamiz. Rahmat. Albatta, mushu bizningki sarxillar ma'rifimizni mush Mamtimikam boshliq ziyolilarni aytdi, kuchlik Mamtimikam bay deb o'tgandek. Mayli moddiy jihatdan bo'lsin, ma'naviy jihatdan bo'lsin qo'llab keldi. Albatta, bizning sarxillar ma'rifini qo'llayotgan va oldiga chiqqan, ko'rinayotgan ziyolilar bo'lgandek, bo'linmagan orqa sepda yoki o'zini ma'lum qilishni ma'lum qilmagan yana nurg'un ziyolilar qo'shuni va endi bizningki har bir shu o'quvchimizga birdan ziyolili shu vatan sirtida har qaysi kasblarda utuq qozongan, har qaysi kasblarda ishlayotgan, o'qiyotgan ziyolilarimiz bir o'quvchimizni tutib yetaklab mağdağan her bir o'quvchimizga birdan ziyoli bor deb deyalayman. Albatta hammasininki ismini bir yerda atab o'tashninki menimcha zaruriyatim yo'q. Shuningga keskin deyalayimizki, mush sarxillar ma'rifining keynida buningdiki texnikim zo'riydiganligini ziyolilar qo'shuniga ishonchim komil. Mushaqcha. Tushundim. Unda olsa qandaq o'quvchilarni sarxillar ma'rifi qandaq o'quvchilarni qabul qildi? Buni sizdan olsak. Deganimdek, sarxillar ma'rifiga o'quvchilarni qabul qilgan vaqtida biz eng oldi bilan u o'quvchininki meningki nazarimda u o'quvchininki cho'ng qalbiga g'oyalarga pukkan yuksak qizg'inligi va mekteplarda natijasi yaxshi bo'layotgan o'quvchilarni oldingi o'ringa qo'yamiz. Andan keyin biz o'quvchilarni oldingi qitim tanlagan vaqtida har bir o'quvchilardan 4 xil fandan imtihon olgan bo'ldik. Shu imtihonning natijasiga qarab va andan keyin bu o'quvchilarni shu vatan sirtidagi boyatilib ilib etgan ziyolilarimiz qatnashib birdan yüzduranı sözleşiş ve kendini onu muzakara qilib bekitish orqali tanlagan bo'ldik. Endi shu o'quvchilarningki oldi bilan biz nimaga ahamiyat berdik degan vaqtida sarxillar ma'rifiga imtihonni berib tanlanmagan bolalar bo'ldi. U bolalarningki maktabdagi natijalari yaxshi edi. İmtihon olgan biz matematikani IQ imtihon olgan bo'lsak, IQ'sini aytib yuqori bo'lgan bolalar bordi. Endi tushib qolgan, septin tushib qolgan bolalar qanday bolalar bo'ldi degan vaqtida toz yaxshi qizg'inlikni ifodalamagan yoki yuzdirani imtihonda natijasi to'yin bo'lib qolgan, yaxshi qizg'inlikni ifodalamaganlik uchun albatta. Andan keyin biz o'quvchilarni tanlagan vaqtida bekrak shu biz milliy ruhni bolalarga shu yetaklash jarayonida so'ndiramiz albatta. Lekin hech bo'lmaganda ota-onasininki tarbiyasi yoki atrofidagi 14 yoshdan 20 yoshgacha bolalarda oz to'la millatimizga bo'lgan bir milliy ruh ya o'zining millatini so'yadigan bir moyillik bo'ladi deb qarayman. Biroz aytaq moyillik bo'lgan, o'zining ona tilini yaxshi o'zlashtirgan bolalarni biroz yaxshi oldiga tanlagan bo'ldik. Albatta, maktabda yaxshi o'qiyotgan, IQ'si yaxshi bo'lgan va qizg'inligi yuqori bo'lgan va deganimdek shu Uyg'ur tili asosi. Endi u Uyg'ur tili asosiningki bekning bo'lishiga bek yuqori bo'lishini talab qilmaymiz. Albatta, bolalarimizning ko'pinchisi vatan sirtida cho'ng bo'layotgan oilada o'zligidan o'rgangan. Hech bo'lmaganda shu o'quvchininki
imtihan neticesinden bolsun, sözleşlerden bolsun, bunu biz his qila alaymiz, bile alaymiz degan gap. Demek yig'ib aytgan vaqtida, bolalarni tanlagan vaqtida, o'sha bolalarniki men yaxshi o'qib, o'zi nihoyatda yuqori bir yerga ketmadi son yoki bo'lmasa katta olim bo'lib ketmadi son. Yanılam bir yerga kelgan vaqtida shu bizningki Uyg'urlikdan alqib ya Uyg'urlikdan o'zini tatgan yoki bo'lmasa Uyg'ur milliy ruhini yetarlik qalbida so'ndiramagan ahvol bo'lib qolsa, potensial yo'shirin kuch jihatdan bunda o'quvchilar bizningki tanlash nishonimiz bo'lmaydi. Albatta, men shuningga keskin ishonaman, vatan sirtimizda shu o'quvchilarning hammasi asosan mening deganimdek shartga tushmaydigan ahvol bo'lmaydi. Shunga asosligi maktabda yaxshi o'qiyotgan tirishchan, axloqli o'quvchilarni oldinga o'rin qo'yamiz. Xo'sh. Ko'p rahmat. Nurgul xonim, mishada sizdan bir savol so'rasam, albatta bu o'quvchilarningki tanlanish jarayoni xilma-xil Mahmudjon muallimi so'zlab o'tgandek imtihonlar bo'lsin. Men mishadim, menmida ham shu mening qizimni bu tunji qarorliq nimaga tanlanib, lekin ta shu yozliq ta'tildagi bir aylık bir maxsus yığıp terbiyeldim sarxilla ma'rifi. Şu vaqtgacha Mahmudjon muallim mening qizim ekanligimni bilmaydi. Hem qizim demaptikanimda nima shakl bo'lib qolmasin deb. Mayli o'qitiq yuzturani ko'rish imtihonlar bo'lsin, hammasini men yiroqdan bilib turdim. IQ bu degandek hamma narsani qildinglar. Ammo shu IQ masalasida dehqoncha tilda har qanday bir Uyg'ur tushunadigan bir shaklda shu bunu bir içvəsiniz. Bu qandaq bir sınaq hamdi? Bu ilqi Uyg'urchadan da IQ'ni biz ilqi aql idrak qobiliyatini qanday tushunsak, zagarda shu eng to'g'ri bo'ldi uchun. Chunki bolalar tug'ilib, bu bir tarafdan ilqi tabiiy, ota-onasidan ilqi gen orqali qabul qilgan aqllilik darajasi bo'lsa, u ashniki xuddi uyning o'g'liga o'xshash, u silingan o'g'il bo'lsa, qolgan IQ'ni bu o'rganish orqali uningki yuqori to'verligini belgiligili bo'ldi-chu. Bolalar kichikdan tortib qanchaki ko'p narsani ota-onasi o'rgatishga, shu o'rganish doirasini kengaytirib maqsa, bolalarning IQ'si amaliyotda yuqori ko'tarish yoki bo'lmasa boshqalar qaragan chog'da bir qancha nomer yuqori bo'lishiga ta'sir yetkazib bo'ladi. Shuni u IQ'ni shu aql idrak qobiliyati deb ham ashunaq deb tushunsak, endi eng oson tushuntirish usuli. Lekin IQ'ninki ba'zi vaqtida Mahmudjon biz bir to'xtalib o'tdik, potential deganni-chi. Bu nima deganda, ba'zan bolalarninki IQ'si asli xuddi zapchas bir night xilda, tug'ilgan vaqtida bu bola night shu nemis bilan yaxshi tug'ilgan bola. Lekin bolalarninki o'rganishini kichikdan tortib tutmasa-mu, u bolalarning IQ'si yana tuvan chiqib qoladi. O ilqi harakat qilmaydi-da. Endi bizningki shu sarxila ma'rifiga kelgan vaqtida biz tanlashqimda qarab vaqtga qarasak, biz xalqaro ishlatadigan IQ ilqi sinaydigan imtihon bo'yicha qildik-chi uni. Ashxil usulni qo'llandik. Qilgan vaqtida IQ'si bizning bolaning haqiqatan yuqori. IQ'si yuqori bo'ldi deganlik bu bolalarningki umumyuzlik aytgan chaqda aqliy idrak jihatdan boshqa bolalardan bir baldaq yoki ikki baldaq yuqori turdi deganim belgilab berolmadi shu vaqtida. Shuning uchun biz IQ bilan EQ'ni teng ishlatishni ashuna qilgan vaqtida ana bolalarni adil usul bo'yicha biz yaxshi tanlagan bo'lamiz deb EQ'ni akirishni to'g'ri ko'rdik. Bu nima degan gap degan chog'da EQ'si bolalarning hissiy tuyg'u aqliy idrak qobiliyatini ko'rsatadi. Ba'zi bolalarning IQ'si yuqori. Bir narsani so'raganda inkassiz qaytadi. Qaytgan bilan inkasni hazm qilib bizga deb bermaydi. Inkasni o'zi hazm qilib bizga deb berishiga uning EQ ketadi. Aşağı EQ'ni ishlatadi. Unda qilgandan keyin nurg'un bolalarda shu yuz tarani ko'rishish
yoki bo'lmasa bizning so'rgan savollarimizni darhol inkos qaytirib ashunga javob berolmay, o'zi tushunsim javob berolmaydi. Shu jihatdimi ketkizib qo'ygan bolalar aytib ko'pda. Shuni qarab shuni his qildikki, bizniki IQ jihatdagi yetakchilikning bolalar uchun naqadar muhimligini shu yerda o'zimiz xulosalab chiqqan bo'ldik. Shu bu sarxillar ma'rifininki boshqa jihatdan ustunlik tutilgan yeri, siz bolaga bilim, masalan, fizika deysiz, matematika deysiz, Uyg'ur tili deysiz, tarix, diniy jihatdagi ufqun deysiz, ashuni o'rgatib qolmasdan, mayda yana bir narsa bor. Aşı narsani hammani yig'ib akib, o'ziga qanday hazm qilib, ashuni o'ziga o'zlashtirish. Bunaqa IQ ketadi. Uni bu ruhiy jihatdagi, hissiy jihatdagi xuddi mundaq nimaning o'yininki temini qishma-qish qo'yib tizib chiqqanga o'xshash, ayni asli bo'ladigan ahvol. Shunga bu sarxila ma'rifniki bir alaydiligi, biz qisqa kursga o'xshash 6 oyda, 4 oyda bolalarga istik bir narsani o'rgatib bo'ldi xo'shamsi deb yo'lga sap qo'ymaymiz. Shu buniki birinchidan vaqti uzun. Ikkinchidan bu davomliq nima bo'yicha eng to'g'ri usul bo'yicha aytgan chog'da marafonga o'xshash yugurish uchun o'zingiz kuchingizni tejab turib uzun orliqqa yugurish. Unda qilganki uningga nayti yuqori mahorat ketadi, san'at ketadi. Shunga buningga qo'yilgan talab, bizga qo'yilgan talabmi nayti yuqori. Shunga bizni nurg'ulmush oramizdagi o'ziniki azroq xo'simish millatga foydasi tegsin, yo'qsa mush millatning kelgusi uchun azroq ish qilay degan ziyolilar amaliyotda o'zi mushu sarxila ma'rifiga yordam qilib mushu bizga xolisani ishlab bas to'g'ri bo'ldi qaydamuncha. Har bir o'quvchiga birdan yetakchi bo'lib, men bo'lay deb biz ularni izlamay, ular bizni izlasa qaydamuncha to'g'ri bo'ldi. Rahmat. Xo'sh. Ko'p rahmat haqiqatan. Endi şu doktor Memtimin müşahede sizden tam den şu Nurgül Saud Hanım'ın cevabının keyindirilən münasibətlik bir sual kapqanlık alam hazır. Ziyalilərin ki bu sarxıda marifini qollışının ki nəhayət mühim işgənlik haqqında söz qıldı. Sizce endi şu sarxıda marifini qollashda ziyalilərin qandaq məcburiyyəti var deb qaraysiz? Hem de ötkinimdek hem de bu milletninki millet ziyaliler qo'shinni zo'raytish uchun kuch qo'shish biz hozirgi ziyalilarninki majburiyat ham. Uning boshqasi bo'lmaydi albatta. Albatta bundan boshqa mushtaq bir programning bo'lishi, men deb o'tdim. Bu biz ziyalilarga nisbatan bir fursat. Endi bu jarayonda biz ziyalilar ya'ni nima ishlarni qila olamiz, qanday majburiyatlarni o'talaymiz degan vaqtimizda albatta bu programma boshqa nurg'un kurs yoki dars o'tilgan programmalar o'xshamaydi deydi. Ya'ni buningda bir yil jarayonida ma'lum bir sistemlik tarbiyalangandan keyin mayli Uyg'ur tili bo'lsin, darslar jihatdan bo'lsin, bir yil sistemlik tarbiyalangandan keyin har bir o'quvchi nishonli holda bir ziyolininki yetakchiligida yana davomli tarbiyalandi. Ya'ni shu o'qishini tamomlab hatto xizmatga chiqib o'zi mustaqil holda bir ishlarni qilg'icha davomli bir ziyoli bunga yetakchilik qiladi bu o'quvchilarga. Demak, shu jarayonlarda hamda bu biz bu qo'shinimiz asta-asta ko'paydi. Mana hozir 10-15 o'quvchi bo'lsa, bu yil yana keyingi yilda yana 10 o'quvchi bo'lsa, undan keyin yana 10 o'quvchi bo'lsa degandek bu qo'shin ko'payib ma'noda, demak biz texnik ko'p ziyolilarga ehtiyojli bo'lamiz, chunki bir nishonliq tarbiyalash uchun hamda balkim ba'zi ziyolilarning vaqti yoki nimasi zehni yetishi mumkin 2 yoki 3 o'quvchi yetakchilik qilishga. Lekin yana ko'p qarindoshlarimiz unga vaqt yetmasligi mumkin. Demak, biz texnik ko'p ziyolilar qo'shiniga ya'ni ehtiyojliqda hamda shu o'quvchilarni nishonliq birma-bir tarbiyalashga. Hamda bu jihatda ziyolilarimizninki o'ziga tegishli majburiyatini o'tishini umid qilaman. Albatta bu men deb o'tgandek bir muhim bir fursat. Menimcha bu fursatni ko'p qism ziyolilarimiz chang tutadi deb ishonaman. Xo'sh. Ko'p rahmat. Hurmatli ota-onalar, ko'rmanlar, shundaqla yosh o'smirlarimiz inshaalloh program jarayonida
bu yılki o'quvchilarninki qachon qabul qildiganligi, imtihonning qachon bo'lganligi degandek temalardan ma'lumot beramiz. Butun diqqatinglar bilan bizni ko'rishinglarni umid qilamiz. Ustoz Muhammad Yusuf Qarajim, yoshlardan eng avval nimalarni kutamiz degan nuqtada sizdan bir ikki og'iz gap anglasak. Endi yoshlardan bizningki kutadiganimiz himmat kutamiz-da endi. Bu himmat degan har qanday himmat bor deymiz. Ba'zi odamning himmati tuvan. Men ish qilib ishlab o'tmasam bo'ldi deydi. Ba'zi yuqori oliy bir maqsad o'zlab ashuniga ilgirlaydi. Bu himmatning uning hayotida nihoyatda cho'ng farqi bor ekan. Masalan, payg'ambarimizningki sahobalarni desak, o'sha payg'ambarimiz islom dinini taqib, shuni vahiyni yetkazib, sahobalarni yetishtirib, Madinada tunji islom davlatini qurib, keyin uzun qamar dunyodagi 3 qit'aga musulmonlar hokimiyat yurgizgan shu tarixlarni desak, 5 sahobalarning hammasi asosan hozirgi universitet yoshlardagi bolalar, masalan 18 yosh, 19 yosh, 20 yosh, cho'ng 21 yosh ayda yigitlar. Endi ularni Rasululloh yetishtirgan har qanday narsaning eng şu sahabeler Resulullah'ın sorsa, emellerini en yaxşısı qaysi deb so'raydi masalan. Birisi Allah'a en yaxşı ko'radigan amel deganga o'xshash. En yaxşısı ana bunda yaxşı emas, en yaxşısı deb. Rasululloh shuningga agishma. Sizlar jannatni tilasanglar, jannatul firdavsni tilanglar. Jannatul firdaws degan jannatning eng oliy jannat hamdi u. En yuqorisini tilanglar dedi. Mushundan uchun ular hamma narsaningki eng afziliga, eng yuqorisiga, eng oliysiga erishgan. Amaliyotda tarix shohid hamdi buningga. Endi shunga bizda o'quvchilarimizda himmat bo'lish kerak. İnsan masalan planlagan narsaga qarab mangdi hamdi. Masalan 10 tir mangay degan odam shu 10 kilometrga o'zini shu hozirlab mangdi. 20 kilometrga mangman degan odam shuni hozirlab mangdi. Endi yuqori pallaga yetiman degan odam shu yuqori pallani beltugandan keyin shu himmat qilgandan keyin ashuningki kichik kunduz ashuning yo'liga kirdi. Endi qandaqlar bo'lsin ish qilib men bir boshqalar o'qigandaklar o'qaydi yoki bir insonda oliy bir himmat, bir g'oya bo'lmasa, boshqalar qanday mangay desa u yo'lda hech bir yerga yetishamaydi. Şunu bizim okuvchilar masalan, hele Türkiye'de, Avrupa'da bo'lsa, aşağıdaki memleket xalqining üzvili birga o'qiyotganlardan tirishchanlikda bir hassa yuqori. Darsda hamma narsa bir hassa yuqori oldida turish kerak. Shunda bo'lsa, shu davlatlarda bizning qimmatimiz bo'lsa, bo'lmasa har qanday davlatda o'zining bolalari birinchi o'rinda turadi. Birinchilik qilmasam ko'ngli shunda keladi. Lekin bizda aladin bir hassa otliq har tarafdan bir ortiqlik bo'lgan ekan, bizning ularning oldida turishimiz qanday ishda bizniki yuqoriga chiqishimizda bizga sabab hozirlangan bo'ldi, xalqning oldida sabab hozirlangan bo'ldi endi. Oliy himmat o'quvchilarni hamisha bunday himmatlantirish uchun yuqori nimaga emasdan, ana yuqori pallaga odatdagi nimaga emas, yuqori pallaga shunday qilish orqali maqsad yetkazib bo'ldi deb o'ylayman. Buni eng yaxshi bajaralaydiganlar shu sarxillar ma'arif, sarxillar. Çünkü sarxillar tanlangan bolalar, her tarafdan tanlangan bolalar bo'lgan ekan, qo'lida umid bor. Xo'sh. Ko'p rahmat, haqiqatan nihoyat muhim nuqta dedingiz hamda shu yoshlarimizningki bu yerga tanlangan, albatta bu millatga xizmat qilish, millatga meva berish uchun nurg'un ajr singdirishi, jafo tortishi bizdan bir gap bor, qiyin ish yo'q olamda ko'ngil qo'ygan odamga deb hamda yoshlarimizdami shunda yuzlagan o'quvchilarning ichidan nihoyat diqqat bilan tanlangan bularmi shunda ajr singdirishi, jafolarni tortishi kerak deb qaraymiz. Buningga ham bu tanlangan o'quvchilarimizniki bardoshlik berib chidab ketishiga ishonamiz. Bu sarxil o'qituvchilarninki bularni yetaklashi bilan birga. Xo'sh, endi doktor Mahmudjon shu yana sarxillar ma'rifiga qaytib kelsak ham bu o'quvchilarning masalan tarbiyalanish shakli qanday bo'ldi? Yuztiranimi yoki sarxillar ma'rifi haqliqmi? Diplom beramdi degandek har xil savollar keldi millatdan beshiga, kalla zihniga. Shu vaqtda biroz
Sizni anlasam. Bo'ldi, rahmat. Bu savollarning hammasini men o'zimizningki tor betida qisqacha qilib qo'yib qo'ydim. Xalqalla tor betimizga kirib ko'rib olsa bo'ldi. Men bu yerda qisqacha hammasiga javob beray. Sarxilla ma'rifininki tarbiyalanish shakli mushu bizningki o'quvchilarimiz garchi Turkiyani asos qilgan bo'lsa-mu, Turkiyaning har qaysi shaharlarida, ba'zilar Istanbulda, ba'zilar Konya, ba'zilar Bursada degandek. Albatta, bundan keyin yalnız Turkiyani emas, Yevropanimi o'quvchilarni olsak bo'ldi. Shuna bo'lganlik uchun bizningki tarbiyalash programmamiz asosan internet orqali bo'ldi. Darslarimiz internet orqali bo'ldi. Ko'ratimiz bundan keyingi tarbiyalash ma'rif ishlari balkim xili ko'p miqdorda tor orqali ma'rifga yuzlanishi mumkin. Men buni burunlam his qilgandim tor ma'rifininki yuzlanganligiga. Endi bu bizningki tor bilan qilishimiz biri bizningki yer cheklimiligimiz bo'lganligidan bo'lsa, ikkinchidan bu bizningki shu dunyoninki har qaysi joylarga chechilib ketgan Uyg'ur yoshlarimizni bir yerga akilib, bir darsxonaga, tor ma'lum darsxonaga akilib, o'zimizningki belgilangan derslerini mesela en mühim olan derslerimizde matematika, İngiliz dili, Uygur edebiyatı ve Uygur tarihi, İslam ahlakı, Uygur ahlakı diyendek, ennevi ahlakı diyendek ders ve leksiyelerini sözlep kilovatımız bununla şu ballarını şu tor arkalık buldu. Hem de bu biz hem de diplom beremdo diyen mesele kelsek bizningki resmi bir sistemlik gerçi programımızda sistemlik elip berayotgan bo'lsak-mu, biz resmi bir sistemlik bir ma'rif şekli bo'lmaganligimiz uchun eng muhimi biz bir davlatga yoki bir davlatning ma'rif sistemasiga bog'liqlik bo'lmaganligimiz uchun diplom berolmaymiz, lekin diplom bilan tengdosh bo'lgan layoqatnoma kinishkisi berimiz qanday bo'ldi degan vaqtida bu o'quvchilarimiz qabul qilinganda masalan yangi to'liq o'tirg'i chiqqan o'quvchini misol olsak, to'liq o'tirni bitgugicha Turkiyaning sistemasida 4 yil bizning qo'limizda tarbiyalandi degan gap. Endi boy ma'lumotga deb o'tgandek, birinchi yilnisi o'sha zarur bo'lgan darslardan 6 xil fan bor. Matematika, ingliz tili, Uyg'ur edebiyoti, Uyg'ur tarixi va axloq degandek. Bu fanlardan dars o'qiydi va layoqatli bo'lgandan keyin keyingi yillari nishonliq tarbiyalandi bir ziyolining yoki bir qancha ziyolininki maxsus yetaklishi bilan. Demak, shu 4 yil jarayonida har qaysi jihatlardan biz o'quvchining hamma nimalarini o'rganish ahvoli, taraqqiy qilish ahvoli, o'zini taraqqiy qildirish ahvoli, ilgirlash ahvollarini kuzatib turamiz. Bizda o'quvchilarning barliq sonliq ma'lumot uchurlari bo'ladi. Ammo shuning qarta en ahırda şu layak biz aldın belgilengen bir layakatlik bo'lgan o'quvchilar ki o men onun işini bizden o'quvchilarimiz bu layakatlik bo'lalaydı. Layakatlik bo'lagan o'quvchilarimizga bir layakatnoma berimiz. O resmi bizningki şu Sarxilla ma'rif tarafidan sistemlik resmi şekilde bir layakatnoma berildi ve şu layakatnomaga erishadigan o'quvchilar biz teşvik qilayotgan devatkan dağlık üniversitetlere tavsiye kılındı, okuş mükafatı pulu okuş verildi diyendek aş şekilde buldu. Haqliq maqsuz mu degan vaqtida biz Sarxilla ma'rifini yangi boshlagan vaqtida biz Sarxilla ma'rifini bu bolalar tanlangan bolalar bo'lganligi uchun buni haqsiz boshlagandik. Keyin hem de heyetler bilen şu Sarxilla ma'rifidagilar bilan muzokara qilish orqali buni haqsiz emas, o'qish mukofoti shaklida elib berishni qaror qildik. Bu o'qish mukofoti bo'lay yanalam şu Sarxilla ma'rifi bizning tanlash imtihonidan o'tib, yaxshi natija elib tanlangan bolalarga albatta o'qish mukofoti bo'lay olalaydi degan gap. Yani bizningki Sarxilla ma'rifininki barliq xizmatlardan haqsiz bahramand bo'la oladi. Lekin o'qishmaydigan tarafi bu yildan boshlab
yüksek kızgınlığı bulup tanlanamay kalgan ahval bulup kalsa, yanıla özününki kızgınlığı bulup kalsa, nait az bir miqdar o'qish haqqi to'lagandan keyin Sarxilla ma'rifininki barliq xizmatlardan yani o'qishishdan bahramand bo'la oladi. Lekin yaxshi yeri shu har qanday vaqtda o'zininki belgilik alaydiligini ko'rsatgandan keyin 1-2 oy ichida har qanday vaqtda o'qish mukofot puliga, haqsiz tarbiyalanish o'qish mukofot puliga iltimos qilsa bo'ladi va bu iltimos qilib bu haqsiz tarbiyalanish shakliga o'talaydi. Lekin dastlabda shu o'qish mukofot puli olgan o'quvchilar davomli shu o'qish mukofot puli olgan shaklda bo'lamdi degan vaqtida yo'q, unda qolmaydi. Bizningki o'zimizningki oldin belgilangan prinsiplarimiz, qoidalarimiz bor. Shu prinsip qoidalarimizga bir qancha qitim yaxshi rioya qilmagan o'quvchilar bo'lib qolsa, ogohlantirish berilgandan keyin bu o'quvchilarning o'qish mukofot puli qoldiriladi. Qoldirilgandan keyin agar o'zi xohlasa yana davomlashtirsa bo'ldi. Yana u o'quvchimi, yana o'qishlar, yana o'qish mukofot puliga keyingi oylardan boshlab yana qayta iltimos qilsa bo'ladi va bu o'qish mukofot pulini tekrar ola oladi. Bizningki ma'rifimiz mana shu shaklda bo'ldi va bu bolalarni to'liq o'tirning bolalarini misolga olsam, to'liq o'tirning bolalari 9 dan boshlab 12 sinfgacha to'liq o'tirni bitgugicha oliy maktab bolalari bo'lib qolgan bo'lsa, oliy maktabni boshlab magistrlik imtihoniga o'tkichi bo'lgacha oraliqcha biz Sarxilla ma'rifat tarafidan maxsus va nishonli yetaklandi. Oliy maktab o'quvchilarini magistrlik dunyoviy danglik universitetlar deganimizda shu kam deganda 100 universitetning ichiga kirgan universitetlar. Yaxshi dunyoda oldin qator 100 universitet kam deganda yoki 50 yoki 10 deganda yaxshi universitetlar deymizda. Bizning eng oliy g'oya universitetlarimiz dunyoning oldingi 10 universitetlari. Shu universitetlarga o'tish uchun albatta shunga layoqatli shaklda bo'lish kerak. Mayli besimga bardoshlik berish jihatdan bo'lsin, yetishib menish jihatdan bo'lsin, har qaysi jihatlarda. Shu bir layoqatni olgandan keyin, andan keyin bu bolalar o'zligidillar masalan magistrlik o'qimoqchi bo'lgan oliy maktab o'quvchilariga biz yaxshi oliy maktablardan o'qish mukofot puli o'qish beramiz, elqib beramiz, iltimos jarayonlariga butun kuchimiz bilan yordam qilamiz. To'liq o'tir o'quvchilari bo'lib qolsa, to'liq o'tir o'quvchilarni agar o'ziningki bek yuqori qizg'inligi bo'lib qolsa, yanalam to'liq o'tirdan oliy maktabni yana universitetlarda, yaxshi danglik universitetlarda o'qisa bo'ldi. Ya'ni yaxshi bo'lgan universitetlarda o'tkazish uchun qo'limizdan kelishicha yetakchilik qilamiz. Albatta bu universitetlar dunyoning har qaysi joylariga har qanday bir yaxshi universitetni o'z ichiga oldi. Albatta Turkiyadagi yaxshi universitetmi shuning ichida dunyoviy danglik universitet. Garchi Turkiyada 100 ning ichiga kiradigan universitet bo'lmasa-mu, lekin Turkiyada yaxshi universitetlar bor. Lekin chet elda o'qiyman deydigan o'quvchilar bo'lib qolsa-mu, ayndaq bir himmati bo'lsa, biz yanalar o'quvchilarga yordam qilib, o'qish mukofot puli qilishib, iltimos qilishib beramiz. Ve en ahırda muş o'quvchilarni qandaqlı bo'lmasin o'zi nishon qilgan dunyoning ichidagi oldingi 10 universitetning birisiga mayli magistrlikda bo'lsin, magistrlikda bo'lmasa doktorlikda bo'lsin, cho'qim ash universitetlarga o'tkazish uchun butun kuchimiz bilan tirishimiz. Shakli shu shaklda bo'ldi. Köp rahmet. Qadrli ko'rmanlarimiz, nurg'un rahmat etgan bizga bu o'qituvchilarga, Sarxilla ma'rifiga rahmat etgan barliq ko'rmanlarimiz rahmat etamiz. Savoldan so'rayapsizlar. Eng muhim bu yilgi o'quvchilarning qachon qabul qilinganligi taqozolik bilan savol so'rayotgan, kutayotgan ko'rmanlarimizga buning javobini birozdan keyin beramiz. Diqqat bilan anglab o'tirishinglarni, ko'rib o'tirishinglarni umid qilamiz. Albatta mushundaq bir tanlangan o'quvchilarimizni millatning kelgusi bo'lgan bu yoshlarimizni yetildirish uchun Sarxilladagi shunday yetishgan dunyoning har qaysi joylaridagi davomli universitetlarda muhim o'rinlarda xizmat qilayotgan millatning sarxillari bu o'qituvchilarimizmi alaydan vaqt ajratib mushularga o'zining shu qimmatli vaqtlaridan vaqt ajratib
bularga ko'ngil bo'lib, ayrim shunday har birisiga ayrim maslahat berib, bularga yo'l ko'rsatib qilishimi bu teşekkür etişqa, rahmet etişqa, bununla herkes adet kişi mesela bugünkidek bir vaziyette, bugünkidek bir dünyada hamma adam zaten Türkiye'de meyil dünya har qanday yerde minut qarab turib, minutni hisoblab ish qilgan birde bu har qaysi sahada yuqori o'rinlarda xizmat qilayotgan ziyolilarimizningki mushu millatning o'zining millatining kelgusini o'ylab ashundaq charchab ketgan bo'lsa-mu xizmatidan keyin yana shu vaqt chiqarib mushu millatimning farzandlariga ko'ngil bilay, mushu vaqtimni chiqaray, mushu kelgusida bir yerga kelib qilib mushim o'rinda millatimga sharaf keltiradigan bir xizmatlarni qiladi degan umid bilan bunda vaqt chiqarishi albatta bunga ko'plab rahmat etishimiz kerak bo'lgan, buni qadrlashimiz kerak bo'lgan masala deb qarayman. İnşallah bu yılki o'quvchilarniki qanday qabul qilinganligini so'rayman endi birdan dekin. Hurmatli Nurgul xonim, mishada yana sizga qaytib kelsam. Hamda shu yoshlarni albatta tanlanib chiqadimi bu bolalar hamda. Mayli bu yerga tanlanadiganlar bo'lsin yoki tanlanamaganlar bo'lsin, bu yil masalan o'quvchi qabul qilinganligini birdan dekin e'lon qilamiz dedik hamda. Milletning mayli qanday bir sahada o'qisa, shu yoshlarning bugun vatanimizdagi xalqimizning beshiga kelayotgan kunimizga ayon turlik ailesidan ayrilish, nurg'un o'smirlarimizning, yosh o'smirlarimizning Turkiyadami ota-onasi ailesidan yiroq holatda turayotganlar bor. Ota-onasi bilan birga tursa-mu nurg'un besimlar bilan yashayotganda ham o'zining dars degandek bu yosh o'smirlarimizni qanday qilib en yuqori qizg'in bir kayfiyat ruhiy holatda tutib turish mumkin? Sizdan buni anlaganmisak. Rahmet. Bu vaqtdan biz shu sarxila ma'rif jarayonida bir o'zimiz beshimizdan o'tgan bir ish. Biz o'quvchilarni tanlaganda hargiz u o'quvchiniki ota-onasi Turkiyada emasmi yoki bo'lmasa uninki oq ko'rinish qanday deb. Masalan, sizning qizingizni tanlabdik. Sizning qizingiz ekanki, men bilmaydi ekanman. Şunlaşda o'quvchining hargiz ota-onasining kimligi yoki bo'lmasa u ota-onasininki har ishqiz Turkiyada emasmi, natur uni biz oldindan so'rash qilmaymiz. U faqat ularningki o'zininki shaxsiyati kategoriyasiga kiradi. Lekin biz ularning ota-onasini bilib qolganimiz yoki bo'lmasa shu Turkiyada turayotgan vaqtida kim masalan otadarchilik yoki bo'lmasa atanlık rolunu oynayotdu, şunu bilişimiz gerek. Bu bizim için naydı muhim. Ondan yani bir mesele siz bir nokta naydı doğru dediniz. O mesela bizninki bu şu özümüzden millette Türkiye'de biz kandaşlık münasebetimiz boğunu bilen, lekin nurgulgan ailelerden şu yerde özü turup hayat geçirişinin özü bir çum bir mesele bular çünkü. Yani bu mu balla Atanları şunçular yuqur besim astı turupmu yana ballarınki ma'rif jihatdan, o'qitish yoki taraqqiy qilish jihatdan aqsab qolmasligida kuchining boricha o'ziniki qilishga tegishli ishni qilib, ballarning besimini azlatsak, mushlar fursat yaratib bersak degan umid ota-onalardan bor. Hamda meningki o'zimningki mush ballarga 12 oyning yog'i mentorlik qilish tajribam. Birinchi masala Bazınki aramızda hakikaten işkili ata-onasi yoki bo'lmasa ata-onasining birisi lager ketganlar. Alaq bütün üzülüp ketgan bolalar bor. O'ylab beqing. 14 yoshlik, 15 yoshlik bolalarningki ashunaq bütün ata-onaning mehrini ko'may turib, yana o'zininki shu bilimga bo'lgan ishtiyoqi yoki bo'lmasa o'zining kelgusiga bo'lgan umidini uzib qo'ymay, biz bilan hamkorlashib, biz bilan mushu ma'rifning manfaati bilan davamlaştırıp, şunca aqlli bolalar ashlar. Shu o'qishni davamlashtirib, shu meni nayt ta'sirlantirdi. Men u bolalarga gap qilgan vaqtimda, yoki bo'lmasa ashlarga yetakchilik qilgan vaqtimda, shaxsan hech kim maosh bermaydi, yoki bo'lmasa azaldan birisi bu siz manchalik vaqtingizni sarf qilib bu darsga tayyorlik qilganligingiz uchun bu sizning haqingizda men 1 sent birisi berib baqir yo'q. Lekin men ashbalaning gapini anglagan vaqtimda aşbalaның ro'yaltini ko'rganda yoki bo'lmasa men aşbalaga azroq olsun yetakchilik qilib
aşılarınki bir şu ruhi sağlamlık cihetten ödüsünün çıkarlığınımda özümden aytı fəxirlik his qılmançı. Çünki mən bulağa aşınçılık bir mehribanlıqni yoki yaxşılıqni yetkizə aldım. Lekin bu balalarınki ko'nglida mən bir şəxs emas. Bizning shu sarxila ma'rifidagi nechiligin o'ngan ustozlar bor. Biz çünki bu yerdagi qilayotgan ishimiz o'zininki mehr-muhabbati Uyg'urdan kelayotgan, milliy ruhdan kelayotgan mehr-muhabbatni sistemli holda yetishtirish. Unda bo'lgandan bu degan oson ish emas. Çünkü balla onu bizden his qiladi. Bizden his qilib o'zi kuchlanib ma'alaydi. Ana bu o'zininki hayotidagi bu musabini davomlashtira oladi. Endi shu siz degan nuqta qaytib kelsak, agar o'ylab beqing, mushu balla shuncha aqlli, shuncha shu nimasi potensial bor balla, mushundaq bir ma'rifninki, mushundaq bir sistemaning ichiga kirib, sistemli holda tarbiyalanib, o'zining kelgusini topamasa, yoki o'zining kelgusini nima ish qilishini bilamasa, bu nima deganda bir ichinishli ahvol. Ashunga qarash kerak. Shuning uchun bizniki bu sarxila ma'rifninki oddiylam balla kirsa o'ziniki shu faniy jihati mayli tabiiy fan, ijtimoiy fan bo'lsin, o'zini shu tarbiyalablam bir oliy maktabga kirgizib oldigan yoki bo'lmasa kirgizib qo'yish bir mundaq bir o'tkinchi davrdagi bir yordamchi rol o'ynaydigan bir program yoki bo'lmasa ashnaq bir narsa anda oddiy tushuncha bo'lsa hargiz bu to'g'ri tushunganlik deb qaramaymiz sarxil ma'rifini. Sarxil ma'rifini inglizda elite education deydi. Bu elite degan gap nima desa, xuddi har qanday bir sharning o'rtasida bir yadro bo'lganga o'xshash ma'rifning yadrosi degan gap. Biz eng yaxshi bolalarni tarbiyalaymiz degan niyat bilan qilyapmiz. Unda bo'lgandan keyin biz tanlagan bolalarni 150 bolaning ichidan 15 bolani shallab akib tanish unchalik oson to'xtamdi bizga. Ash birinchi qatimda tizimga oldigan bolalarning ichida. Shuning uchun biz uning bularga sarf qilayotgan energiya, kuch, men haqiqatan bu yerda Mahmudjon inamizningki vaqtiga ash butun ish kirgizayotgan bu jihatdagi vaqtlar masalasi emas, bu jihatdagi ruhiy shu o'ziningki shu hissi hamma jihatdagi kuchini talab qiladigan bir ish bu. Oldi bilan o'qituvchilar biz kuchlik hem bununla tirishchanligimizni ko'rsatib turib, davomliq degidek biz bolalarning oldida bu ishni qila olamiz deydigan ruhiy kuch bilan tug'an vaqtida bolalar bizdanmi ruhlanib, bizdan bular rag'batlanib, bizga qarab turibmi nurg'un narsalarni o'rganadigan. Biz mandaqcha aytganda uning oldida inglizcha role model deymiz. Bu bizga ashlaga bir mandaqcha aytganda bizga qarab turib adam bo'lgan bir aynak shaklda. Aynegilik rolunu oynaymiz. Şunun için bu nayt mühim mesele. Endin aşı balalarınki ata-anasınınki qanchalik qiyinchilik ostida turishini qat'iy nazar, turmushining qanchalik qiyinchilik bo'lishini qat'iy nazar, o'zininki mengayotgan yo'lidan asali ezib ketmaydigan bu ro'yi jihatdan mayli bo'lmi, shu o'zininki nishoni jihatdan o'zi bir mustaqil bir dunyoviy ko'z qarashiga ega ashnaq bir farzandlarni tarbiyalash uchun biz sarxila ma'rifni kurulu bek küçük deb qarayman. Xo'sh. Ko'p rahmat. Doktor Mamtiman hamda sizga qaytib kelsam bu yerda. Taqozolik bilan kutib o'tqanlarimizga yana sabr qilinglar, inshaalloh birdamdan keyin oshkorlaymiz. O'quvchilarning unumli o'rganish yo'llari haqida bir ikki og'iz gapirsangiz siz. Çünkü siz vatandan ait hem hazır çoğun doktorlarni tarbiyalayapsiz. O'zingiz ham shunday nurg'un ishlarni boshdan kechirgan bir o'quvchi bo'lganki, shu sarxilla ma'rif yeshiga kira oladigan o'quvchi bolalar. Shu yoshdagi bolalar masalan qanday qilgan vaqtida eng yaxshi unumli usullar qaysi deb qaraysiz? Menchimdagi o'qish o'rganish usulining ma'lum qilib o'quvchilar aql
Hamma adamning hamma o'ziga tushlik bo'lgan, o'ziga ait muvofiq keladigan o'rganish usuli bo'lishi mumkin. Masalan, ba'zi odamga mos keladigan o'rganish usuli yana bir odamga mos kelishi notayin. Hamda bu unumli bo'lgan o'rganish usulini o'quvchilar o'qish jarayonida, o'rganish jarayonida his qilib yetolmaydi ba'zilari. Lekin yana ba'zilariniki ba'zilar his qilib yetolmaydi. Unda ota-onalarniki yetaklashiga ehtiyojli bo'ladi ba'zi chog'larda. Ba'zi ota-onalarimiz u jihatda yetaklash o'rnida emas, endi yetaklayolmaydi-da, unaqa saviyasi yetishini atayin yoki uning yordamida bo'lolmasligi mumkin. U vaqtlarda maktablarda balkim o'qituvchilar ancha-muncha yetaklashi mumkin, lekin o'qituvchilar mas'ul bo'lgan o'quvchilarning soni ko'p bo'ladi. Shunga ular inshaalloh har bir o'quvchininki ahvolini yaxshi egallab, ularga muvofiq keladigan usullarni so'zlab berishi notayin. Hamda demak, yaxshi bo'lgan bir o'rganish usulini agar o'sha o'quvchi o'zi his qilib yetolmaganda, bilolmagan vaqtda qanday qilish kerak degan vaqtda hamda shunday programma, masalan, sarxillar ma'rifida shu bir yillik sistemli tarbiyalash jarayonida ko'plagan leksiyalar bo'ladi. Hamda har haftaning oxirlarida birdan o'xshamagan temalarda leksiyalar bor. Hamda shu leksiyalarda sohalarda o'qiyotgan, xizmat qilayotgan ziyoli qarindoshlarimiz o'zlariniki tajribalarini so'zlab berdi. Hamda shu tajribalarni so'zlash jarayonida ham o'zininki unumli bo'lgan o'rganish usullarini tajriba asosida unumli so'zlab berdi. Demak, men o'zimning o'rganish usulini so'zlasam, balki ma'lum o'quvchiga mos kelishi mumkin, lekin yana birsiniki yana bir o'quvchiga mos kelishi mumkin. Demak, shu program jarayonida yana nurg'un o'quvchilar unumli bo'lgan o'ziga mos keladigan o'rganish usullarini his qilib yetalishi mumkin. Ham shuni ishonaman. Undan boshqa bu program bir yildan keyin nishonliq tarbiyalangan vaqtda u chog'da ma'lum bir ziyoli dedik, bir o'quvchilarga mas'ul bo'lib nishonliq yetaklaydi dedik. U vaqtda demak bu nurg'un fikr almashtirish jarayonlarida, nurg'un fikrlashish asosida anandaki bu o'quvchiga bo'lgan texnik unumli bo'lgan o'rganish usullarini shu yetakchi bo'lgan ziyolilarimiz yoki qarindoshimiz ko'rsatib berilishi mumkin. Benim avazım ketdi mi? Hamda Avazım keldi mi? Qadrli ko'rmanlar, biroz masala chiqib, hozir ovozim keldi, ovozim uzilib qolgan o'xshaydi. Shunga Nurgul xonim, sizga kelsam, doktor Mamtiminninki, doktor Mamtimin Abbosninki so'zlaridan yo'lga chiqib turib, shu savol zihnimga keldi. Ota-onalarninki roli haqida so'zildi bu yerda qancha muhim ekanligini. Sizmi bir yildan buyon bolalarni paranglashib ular bilan maslahat berish jarayonida his qildingiz. Mayli bir tanlanganlar bo'lsin yoki tanlanmaganlar bo'lsin. Ham doktormi dedi masalan, ba'zi ota-onalar masalan qobiliyat yetmasligi mumkin deb bolalarga yetakchilik qilish masalasida. Bu bir realligimiz hamda dunyoning har qaysi joylarida yashayapmiz. Ba'zilar nihoyat yaxshi yetakchi bo'lib yordam qila oladi, ba'zilar qila olmaydi degandek. Siz mushularni chiqishgan asosda bolalarninki mush natijalik bo'lishda ota-onalarninki hatto o'zining normal bilim saviyasi yetmasimi, bolalarga o'yda masalan ota-onalar qanday bo'lish kerak, psixikalik jihatdan ularning ruhini yuksak tutish uchun ota-onalar qanday qilib yordam qila oladi? Bilim jihatdan yetmasimi, oilada qanday yordam qila oladi? Bu yerdagi eng chong masala ota-onalarning roli. Ota-onalar bolalar uchun aytganda birinchi o'qituvchi. Ham ularningki ömür bo'yi o'qituvchi bo'laydi ota. Shunga ota-onalar bu davomliq degandek o'zini o'zininki
şu dünya bo'lgan ko'z qarashi o'zining atrofidagi bolalar bilan o'rganib menish kerakchi. Ata-ona o'zi o'rganishni to'xtatgan zaman bolalarninki shu o'sib yetilishi yoki bo'lmasa bolalarninki hayotida o'ynaydigan muhim rolini o'ynayolmaydigan ahvol kelib chiqadi. Masalan, bolalar kichigidan tortib bir narsani o'rgandiganda ota-ona degan bu dunyoda hamma narsaninki diplomisi bor, hamma narsaninki bunda o'rganishga kirib o'rgansa bo'ladigan kursi bor. Birla narsaning kursi yo'q. Ota-onaning qanday qilganda yaxshi ota-ona bo'laman deydiganning bir oliy maktabga kirib o'qay desangizmi, ashuniki ashunaq bir kasb yo'q. Bu ota-onaning hammamiz o'zimiz bola bo'lgandan keyin o'sha har kuni davomliq degan to'xtamay o'rganib, o'zimizni yetildirib, davomliq degandek yengilab turib, ondan bolalar bilan teng cho'ng bo'ladigan gap. Shuning uchun bolalarninki o'sib yetilishida hamma ota-onaninki PhD o'qib, doktorat bo'lishi yoki bo'lmasa cho'qim oliy maktabni bitirib, cho'ng bir ishlarni qilishniki hech zaruriyati yo'q. Dehqonning bolasi bo'la oladi, kambag'alning bolasi bo'la oladi. Boyning bolasi bo'ladi, yo'qning bolasi bo'ladi. Lekin birla narsa bu yerda nayt muhim, u bo'lsa-mu mehr-muhabbat. Agar shu ota-ona, shu oilada bu yerda psixologiyada nayt yaxshi bir hukm bor. Circle of security deydi. Uni Uyg'urchaga men bexatarlik chemberiga, oila bexatarlik chemberiga deb tarjima qilib ishlatyapman. Bu narsa nima deganda, mush ota-ona bilan bolaning o'rtasida mana bir chemberek paydo bo'ladi-chu. Bu chemberek xuddi nimaga basketbol maydoniga o'xshash bunda to'g'ri shaklda bo'ldi. Bunda qo'g'in to'p shaklda bo'ldi. O jumla olmaydi-ku. Bu nima desa, ota-ona bolani o'zini jiroq tutadigan vaqtida jiroq tutishga o'zi ruxsat qilish kerak. Unda qilganda bolalarninki o'zini mustaqil yoki fikr yurgizish, o'zi masalasini o'zi hal qilish iqtidorini yetishtirishga yordam qilgan bo'ldi. Bola mehr-muhabbatga muhtoj bo'lganda darhol ota-onasiga yiqilishdi yoki qaytib keladi. Unda qilganda ikki qo'lini ochib, bolani o'ziga qabul qilishga, o'ziga qaytib kelishga ota-ona rag'batlantiradigan bo'lish kerak. Shuning uchun bu ota-ona bilan bolaning o'rtasidagi bu bexatar chamgini nima uchun qo'g'in shaklga aniq kelib qolgandan keyin asl sababi shu. Buning mo'yliq fanniy asosi borda. Men hatto bizning shu sarxila ma'rifdagi bolalarga tushundirgandimi, bu nuqtani bolalarning nuqtasidan chiqish qilib turib, bu nuqtani yaxshi tushuntirib, bir qancha qitim tushuntirib o'tdim. Ana bizningki oramizdagi ba'zan bolalarningki ash bexatarlik chemberiga qattiq darz ketgan. Nima uchun bu bolalar kichik ota-onadan chiqayotgan, ota-onaning mehriga eng muhtoj bo'lgan vaqtida bo'li chataldi. Ana bizda bu so'yqirim bo'lyapti hozir 2016-yildan tortib hozirgacha men ishonamanki 80-90% bizniki diasporadagi Uyg'urlarningki, Uyg'ur oilalarininki vatan bilan aloqasi yo'q. Aloqasi yoki bo'lmasa butunlay uzilib ketdi yoki bo'lmasa ma'lum darajada uzilib ketdi deb qarasam men xatolashmayman. Bu xil ahvolda mush bolalarni shuning ichida. Unda qilgandan keyin biz mush sarxilla ma'rifi, mush sistem orqali oshpollarninki qanday qilganda o'zininki shu bexatarlik chambergini qayta qurib chiqish yoki bo'lmasa ashiniki asliga kelish uchun biz nurg'un kuch sarf qilgan bo'ldik-ku. O narsani asli kaltigul bo'lmaydigan narsani saqlab qolg'ili yoki kaltigul bo'ladi. U xuddi kasalni davolaganga o'xshashli bir ish, lekin vaqt ketadi. Endi shu bizga o'xshash shundoq ziyolilarning bo'pmi, birma-bir mandaq yetakchilik qilishning roli mushu jihatdan bak kuchli bo'ladi. Biz ota-onalik rolini o'ylab qolmasdan balki mushu cho'nglar, bizda cho'nglar deydigan bir hukm bor Uyg'ur tilida. Bu Uyg'ur axloqini biz o'rgatgan vaqtida o bolalarga davom cho'nglarga hurmat qilamiz. Cho'nglar bayada mandaq ishni qilamiz, yoki bo'lmasa mandaq gapni deymiz. Nima uchun biz cho'nglar degan gapni ishlatamiz? Cho'nglar degan hukm bu nayt ulug' hukm Uyg'ur tilida. Unda qilgandan keyin cho'nglarning o'ziga tushliq roli bor, mas'uliyati bor. Demak, mushu bolalarni yetaklash dal mushu bizning oramizdagi ziyolilarning orasidagi o'zini cho'nglar deb qaraganlarning hammasining majburiyati deb qarayman. Sizlarning ota-onalik qilish majburiyati va yetakchilik qilish majburiyati bor. Ham mushlarning holidan ozib
xabar berish majburiyatinglar bor. Bu majburiyatdan qechib qutulolmaysizlar. Undaq bo'lsa sizlar cho'nglar bo'lmanglar. Oddiylar. Oddiy hukm. Agar o'zinglarni men Uyg'ur mushu diasporatga cho'nglar deb qaraydiman, demak mening mush mas'uliyatim bor deydigan sizlardan shunday hukm bo'lishi kerak. Shuning uchun oila nuqtai nazar aytganda bolalarga nisbatan nayti illiq yoki muhabbat bilan to'shqan, mehribonlik bilan to'shqan ashunaq bir oila turmushni paydo qilishning o'zi bolalar uchun cho'ng o'rganish bir sharoitini ota-onalar yaratib bergan bo'ldi. Bolalarningki ishchidan o'zligiga yetilib chiqadigan, o'ziga ishshinadigan ruhiy jihatga kuchlilik aşağıdan keldi. Ko'pdan ko'p rahmat. Endi pek ko'p taqozo qilmaydi. Bugungi bu yillik o'quvchi qabul qilish vaqtini bir xabar qilaylik qanday. Lekin bundan burun men endi bir yillik jarayonni boshdan kechirdilar. Albatta Xitoy virusi sababli dunyoga balo bo'lgan o'quvchilar ham maktabidan ayrilib, uyga solinib qolib degandek bu bosqichni boshdan kechirdilar endi. 150 o'quvchining ichidan 15 balni tanlab, shallab degandek oxirida bularni bir yil jarayonni boshdan kechirdilar ham o'qituvchilar. Rozi bo'ldinglarmi? Qanday o'tdi bir yil? Qanday kamchiliklar bor yoki qanday ortiqchiliklar? Umumiy jihatdan siz bir qurg'uvchi bo'lib sifatingizda nimani his qildingiz bir yil jarayonida? Albatta bu yildan boshlab o'quvchilarning sonini ko'paytirish masalasida abay biroz gap qildingiz. Undan keyin buni oshgan bo'lsak. Rahmat. Mushu gapga javob berishdan burun boya Nurgul xonim gap qilayotgan vaqtda bir gap yodimga kelib qoldi. Shuni bir deb qo'yishni loyiq topdim. Men o'quvchilarimizga pat-pat deb qo'ydigan gibi sarxillar ma'rifi degandan ko'ra o'quvchilarimizga davomli deyman. Biz bir sarxillar oilasi deyman. Mush bolalarga bizninki bir yolg'iz maktablar emas, bir oila ekanligimizni, bolalarning bir-biri bilan yaxshi qarindosh ekanligini, biz yetakchilarninki, ustozlarninki, ya'ni cho'nglarninki, ularninki faqat ustozlar emas, ya'ni har qanday ko'ngil so'zlarini desa bo'ladigan, xolisi aksi, xolisi o'zining eng yaqin do'sti, ko'rib bir deyoladigan bo'lishni men davomli o'quvchilarga deb turib tashviq qilib turman. Shunga biz bir sarxillar oilasi, mush bolalarimizga har qaysi jihatdan, ruhiy jihatdan bo'lsin, har qaysi jihatdan, moddiy va ma'naviy jihatdan har vaqt ega chiqib turamiz. Xo'sh, endi sizningki men so'ragan savolingizga kelsak, biz bir yildan buyon haqiqatan bu har qanday narsa mukammal bo'lib ketmaydi, lekin kutgunimizdan shaxsan mening kutgunimdan yaxshi bo'ldi deb qarayman. Albatta bu shu keyinda bizni qo'llab kelayotgan ziyolilar qo'shinininki kuchlik dastiki va rag'batlantirishi bo'lmagan bo'lsa, albatta bundaq holga kelolmaydik. Endi o'quvchilarimizmi nihoyatda yaxshi bu jihatga qizg'inligi nihoyatda yuqori. Bo'libmi shu bir yil jarayonida masalan eng yaxshi shu biz sarxillar ma'rifining muvaffaqiyatli taraflarining birisi shu Xitoy virusi sababli maktablardan to'xtab qolgan, maktablarda o'qishi toza yaxshi ravon bo'lmagan o'quvchilarimiz bir yildek, bir yarim yildek ders maktablarga borolmadi, to'rdan ders o'qishga majbur bo'ldi. Mush jarayonda sarxillar ma'rifi cho'ng nihoyat yaxshi jihatda maktab o'quvchilarining maktabdagi darslarini bo'lib matematika, ingliz tili, fizika degandek darslarni to'liqlab berdi deb qarayman. To'liqlab berdik. Aslida bizningki sarxillar ma'rifini oldingi yili birinchi qarorliq o'quvchini qabul qilganda bular matematikaga nisbatan alohida aql ochadigan zihin sinash xarakterlik matematika deb planlagandik. Keyin bu ya'ni u nishon o'zgargan bo'ldi, chunki birinchidan virus tufaylidan o'quvchilarning maktabdagi darslarini oqsab qilishi, ikkinchidan o'quvchilarning talab qilishi bilan matematika darsini bütün to'liq o'qituvchilarningki dastlabki yilliqidan boshlab toki 12-sinfgacha hammani o'tash qilib planlangan va shu shaklda ketib bordi. Bizning nishonimiz bütün bir yil ichida shu matematikadan bütün to'liq o'qituvchilarning matematikalarning asos umurtqa qismini o'qib tugutish. Albatta maktablarda buni o'qigandan keyin buni texnik yaxshi ergishib ma'laydi. Ingliz tili saviyasini yuqori saviyaga bir yil ichida chiqartish
ve Uyghur edebiyatının hemmesini ügünüp olamızmı degenimdek omurtqısını bir Uyghur edebiyatıga nispeten bir düşüncesinin buluşu, qatarlıq Uyghur tarihiga nispeten qısqacha bir düşüncesi olaş deydigandek näsle. Degenimizdek şu plan qığınimizdek %100% bolmaydı işler, lekin asasen şu plan qığınimizdek yaxşı davamlaşıp ketip bardı dep qarayman. Bolapmı eng yaxşı okuqçılarning bizning yaxşı qılgan tarafımız muş yazlıq mektep faaliyetimizin orlaştığı vaqtida o'quvchilar 100 tirani bir-birisidan ko'rishib, bir oy davom qilgan yozliq maktab programmasida o'quvchilar bir-birisidan ijil ina qo'lab, do'st bo'lib, hamda shu programmamiz bilan yaxshi sistemlik elib berildi va xulosamiz bilan yaxshi chiqqan bo'ldi. Demak, shu montaj qilib ketgan vaqtda 1 yil vaqt o'ylab baqsam bek tez to'shab ketibdi. İşlerini qilgan bo'libdik. Mana 1 yil vaqtning tez o'tib ketganligi bir hisobda buningki yaxshi manganligidan bir hisobda derak berdi deb qarayman, chunki bu yaxshi bo'lgandan keyin ishlarning tez o'tib ketganligini bilalaymiz. Vaqtni tez o'tib ketgandek, tunigun oldingi yil tanlangan bolalar tunigun tanlangandek. Qarsak 1 yil vaqt to'shay deb qopdi. Demek ki yaxşı ilip verildi dep qarayman. Elbette her qandaq narsa %100% mükemmel bolmaydı. Onu men hergiz %100% mükemmel qıldık demevatim bu yerda. Elbette yaxşı qıldık, güzel şekilde ilip bardık. Andan keyin bu balalarımızın ki bu 1 yıllık bayım Mehmet Mükemmel qıstırıp ötep ketdi. 1 yıllık programımız tükkendi eken bu balalarımız ders okumaydı. Ders okumay kelerki aydan başlap her bir o'quvchi birden inşallah terbiyelendi, aş şekilde ilip berildi. Ankin bu yıllık endi shu eng taqozo bo'layotgan savolga keldim. Bu yillik tarbiyalash programmasi qachon boshlandi? Tizimlatish shartlari nima o'quvchilarniki? Chunki savollar shu tariqada bo'lib kelyapti savollar. Tanlash imtihoni qanday elindi o'quvchilarni? Tamam bo'ldi. Hem qanchalik o'quvchi qabul qildilar bu yil masalan? Bizningki belgilik manchiq o'quvchini qabul qilamiz deydigan oldin bekitib olgan sonimiz yo'q. Sarxillar ma'rifining 2-chi qaror o'quvchilari oldingi yil 10-oyda ilingan. Bu qitim 11-oyning 6-kuni ilindi. İlanni 15 gün burun çıkargan uqtirishni. Buningda tepsili bir şekilde o'quvchilarning qanday tizimlanganligi, qaysi şekilde imtihon shaklining qanday bo'lganligi haqida tepsili ma'lumotlar va agar xohlaganlar bizning tor betimizga kirib ko'rib baqsa bo'ldi. Tizimlatish tor beti hozirmi aktiv. 10-oyning 14-kunigacha eng oxirgi chek bekitib qo'ygandik. Lekin ba'zi ota-onalarning ya ba'zi o'quvchilarningki bundan xabarsiz qolganligi. İsmini Sarxillar tizimlash to'rbetniki sarxillar.com. Chekit.com. Ekranning ostiga chiqarib qo'yish nima bo'lsa chiqarib qo'yish bo'ldi qardoshlar. Xo'sh, davom qiling. 10-oyning 14-kunigacha tizim oxirgi chek bekitib qo'ygan oxirgi chekni 11-oyning 10-oyning 31-kunigacha uzatgan bo'ldik. Hozirmi ochiq, aktiv. Tizimlatish jarayoni 10-oyning 14-kunigacha bir qadar tafsiliy jadvallarni to'ldirgan bo'lsa, oldingi o'quvchilarimiz bundan keyingi tizimlatgan o'quvchilar qisqalan bilgilarini, uchurlarini to'ldiriblar, oddiylam tizimlasi bo'ldi. Tizimlatish jarayonini oddiy. Hem tizimlatib bo'lgandan keyin bizga hamda o'ziga email o'quvchilar cho'qim 9-sinfdan o'qiyotgan bo'lish kerakmi? Bizning shartimizda o'quvchilarningki yosh cheklamasini asos qildik. 15 yoshdan 20 yoshgacha. Lekin mustasno shaklda bu albatta bundan sirtidagi o'quvchilar alohida qizg'inligi bo'lsa, biz boshda deb o'tganimdek o'quvchining o'zining yuksak qizg'inligi to'liq muhim o'rinda turdi. Shuni biz alohida qaraymiz. Albatta uning mustasnosidagi 20 yoshdan yuqori bo'lgan oliy maktab o'quvchilarimi va 14 yosh, 15 yoshdan kichik bo'lgan, albatta kichik bo'lgan deganda 8-9 yoshlik bolalar bo'lsa bo'lmaydi. Albatta shu to'liq o'tirga yangi chiqqan, hatto to'liq o'tirga kelar yil chiqmoqchi bo'lgan bolalar bo'lsin bo'ldi. Aşı bolalar iltimos qilsa bo'ldi. Iltimosnomani to'ldirsa,
to'ldirgandan keyin bizda uchurlari bo'ldi, telefon nomeri va ilxat adresi degandek. Biz ilxat adresiga bu imtihan vaqtini, ondan keyin imtihan elish jarayonlarini evatimiz bolalarning. İmtihanning tarihi 11 ayninki 6 kuni bo'ldi. 11 yil oldimizga 11 ayning 6 kuni bo'ldi. Şu Türkiye'deki o'quvchilarga nisbatan cho'ng ehtimolda ya'ni oldingi yildagi o'xshash şu naq maydon imtihan bo'ldi, yiziqcha imtihan bo'ldi. Türkiye sirtidagi tizimlatgan bir qism o'quvchilarga nisbatan to'rdun imtihani asaq bo'ldi. Bu şekilde bo'ldi. Qatma-qat imtihan tayyorlayapsizlar yani. Ya o derecede mesela düşünce berip qo'yay dedim. Men bolalarga örnek olsun için oldingi yillik örnek savollarni chiqarib qo'ygandim. Men faraz qilaman, o'quvchilar bu savollarni ko'rib, balkim ba'zi o'quvchilar o'ziga ishonmay bek tez ko'rib qatnashmagan bo'lishi mumkin albatta. Bu mesela bo'ladi matematik savollarininki haqiqatan tez savollar. Yaxshi savollar. Biz oldin qarorliq bolalarninkimi hammasi bu savolning %100% javob yozib etgan emas. Şuna bu qo'rqib ketishninki tizimlatmoqchi bo'lganlarning hojati yo'q. Albatta matematik natijasiga qaramaymiz. Bay Nurgul xonim degandek mantiqsiga, ya'ni mantiqliq tafakkur qilish iqtidori IQ'siga qaraymiz. Biraz Uyg'ur tili saviyasining bo'lganligiga qaraymiz va qiziqarligiga qaraymiz. 100 turani imtihonimiz bo'ldi. 100 turani imtihonimizmi butun umumiy natijaninki yerimini degidek 40%ni tashkil qildi. Şuna o'ziga ishinib qiziqarligi bor, yuqori o'rlab o'qish arzusi bor yosh bolalarning o'quvchilarningki ikkilanmay tizimlatishini teşvik qilamiz. Agar bizga ishinib, o'ziga ishinibla, o'ziga ishonsa, o'ziga ishonishni aytmayman. Aldı bilan o'ziga ishonsa, andan keyin boshqalarga ishona oladi. O'ziga ishinib tizimlatsa, menimcha imtihondan o'tib keta oladi. O darajada tez murakkab imtihonlar emas. Shuning uchun bu tanlash imtihonisini oddiylam chiqarib qo'ysak, chiq ahamiyati bo'lmaydi, undan imtihon olmagan yaxshi. Şuna bolalarning qo'rqib ketishining mo'ja hojati yo'q. Deganimdek imtihon 11 ayning 6 kuni shanba kuni elindi. Ko'p rahmat. Nəhayət qimmatlik taqozo bo'lgan ma'lumotni bergan bo'ldi. Nurgul xonim, yana sizga qaytib kelsam, siz yillardan buyon shu ota-onalarga bo'lsin, o'quvchilarga bo'lsin, bilan maslahatlarni berib kelyapsiz hamda. Muhaciratda o'quvchilarning jumladan ota-onalarniki tabiiy fanga bo'lgan qiziqishi qanday deb qaraysiz? Men ash nuqtani deb aytaydiganim, Allohning elimizga yaqin bir narsa yodimga keldi. Bu shu bizningki bu sarflan ma'rifida madaq bir masala borchu. Bu tabiiy fanni yaxshi ko'rgan bolalar, yoki tabiiy fanni yaxshi bolalar sarflan ma'rifida deydigan ana xato yoki tushuncha bo'lib qolmasligi kerakchi. Bu sarflan ma'rifida ham tabiiy fan ham ijtimoiy fanni o'z ichiga oladi. Şuna matematikada, fizikada yaxshi, kimiyada yaxshi bola yoki kompyuterda yaxshi bola sarflamar bekirlaydi. Başqa masalan ijtimoiy fan, yozuvchilik, masalan jurnalist, communication deymiz, uçur aloqa. Anoniki niyat yana bir narsa bizniki aramizda bir qancha o'quvchilar bor, psixologiya qiziqadiganchi. Ular şu o'quvchilarning hammasini biz qabul qila olamiz. Hammasi bilan birga ishlay olamiz. Shunga sarxillar ma'rifida tabiiy fanning o'quvchisi deydigan anda o'qib bo'lganmiz ekan. Men shu nuqtani Mishelda gap qo'yishni to'g'ri ko'rdim. Tushundim. Unda olsa, endi programmamizning oxiriga kelib qolay dedik. Ustoz Muhammed Yusuf Qaracım'a kelsem. Anlap öttük ustazlarının sözlerini. Sizce hem şu sarxillarninki en roşan alayidliklerini demem. Siz bunu ders verdiniz hem qandaq alayidlikler bo'lishi kerak. En roşan alayidlikler demem sizce? Bunun alayidligi
Başkalarına güzellik yaptı. Şu en büyük nişan degan himmat bo'ldi hamda. Bunda tüvenge azgı olmaydigan yuqoriga ishman deydigan ashunday plan bo'ldi. Shunda plan bo'lgandan keyin insonda chuqum ayda tirishib nishonni yuqori qo'yish bek muhimdi hamda. Nişan tüven bulab qalsa, addi bulab qalsa, insan aşını qarab tayyor. Nişanın yuqori bo'lsa, oliy bo'lsa, aşını qarab tirishchanlik qildi ekan. Shunga eng alayda bir o'zguchiligi bu sarxillarning himmatini bo'lishi, nishonning uchuq ro'shan bo'lishi deb o'ylayman. Xo'sh. Haqiqatan to'g'ri demasam shu sizning bu millatninki shu bo'libmi diniy sohada nihoyatda eng mevelik meva bergan shaxsiyat deb qaraymiz. Sizning tarjimonangizni o'qish uchun bir muncha vaqt ketadi insonga. Ta kichik o'smirlik vaqtingizdan tortib chet eldagi bugungi hozirgacha qilayotgan xizmatlaringiz millat uchun nurg'unlagan yozgan kitoblaringizni sonini sanash uchun bir muncha vaqt ketadi. Shunday meva berish uchun mayli qaysi sohada bo'lsin, shunday tirishchanlik, üzülmez bir ruhi keyfiyat bulmasa bu neticelerine etkili olmaydı elbette. Şimdi Ustaz Doktor Memtemin Abbas efendim. Şimdi sizce şu okuyucular ünümlük yollarını abay söyleyip öttük. Ziyalilerin inkinin dedik anladım şu okuyucular kandak yeteklindi o degan noktadan sizlemde. Sizlemde bilgen hazır yetekçilik rolunu oynap çoğun doktorlarını yetiştirip var sizlemde. Muşaktaki bir fikrimizden var ki yapacağız. Buradan kısalık sizde. Aldı bilen ma'u Nurgül Hanım'ın gepiga qo'shib chiqsam, haqiqatga hem ijtimoiy fandagi hem tabiiy fandagi ziyolilar qo'shini ehtiyojlar. Şu bu nait muhim. İzmail fen ziyarlarımızdan nait köp buluşu, küçük buluşu bu biz milletin terakkiyatında nait muhim rol oynadı. Cemiyet şunas olsun, psikolog olsun. Şu an bu programa bir bengilam çekinip kalgan emas. Elbette benim degandek mesela fizika yoki kimya degandek kesipler, dersler fakat tanlaş şekilde uyutuldu. Başka mesela muhim deb qaralgan dersler, ular talep kılıngan dersler bo'lgan. Şu anda bu bir milletga nisbatan shu ikki qo'shinning bo'lishi nihoyatda muhim. Endi bu programninki nimasi degan vaqtimizda shu nuqtada nihoyatda ahamiyat berish kerak. Yani ahamiyatni berildi deb qarayman. Shu jarayonda eng muhimi shu o'quvchilarninki qiziqishini tepib chiqish, kezib chiqish. Hamda bir bala mesela muvaffaqiyat qozonman deydigan kelgusida. U cho'qim o'zi qiziqadigan, albatta o'zining ma'lum bir alayidligi bo'lishi kerak u jihatda, lekin uning qiziqishi nihoyatda muhim. Agar uning qiziqishi bo'lmasa, u ishga nisbatan u hargizmi u kasbda yoki u sohada bir xarakterlik natijaga erisholmaydi. Shunga bu programma jarayonida yana bir muhim bir nuqta bo'lsa, shu o'quvchilarningki o'z ma'lum alayidligini qizib chiqish albatta, yana birisi o'zining qiziqishini tep chiqishga yordam qilish. Endi abiyam degandek mesela nishonliq yetaklash bo'ladi deydik ku. Shu vaqt shu jarayonlarda mesela nishonliq yetaklanish jarayonida endi shu o'quvchilarningki alayidligi bilan birga yana uning qiziqishi texmo qizilib chiqib, uningga yaxshi bo'lgan, to'g'ri bo'lgan maslahatlar bilan eng yaxshi bo'lgan bir sohaga yoki kasbga yuzlanishi yoki shu taraqqiy qilishiga yetakchilik qildi. Ko'p rahmat. Doktor Mahmudjon hamda programmamizning bosh ismi bosh mavzusi qanday sarxillar ma'rifi uni kelgusi nishon dedik. Oxirida mana biz sarxillar ma'rifining o'zgarmas shu nishoni. Nishonlar albatta abayma program jarayonida dedingiz. Biz eng yaxshi universitetlarga kirgizib shu yerda o'qitish nishonimiz bor.
Yani bunu biraz aşkan şekilde size anlasak. Rahmet buldu. Serqilla Ma'rifining nishoni dastlabda deganimdek endi bu bolalarni dаңlıq ali maktablarga yo'lga selish va ularni shuning uchun yetaklab bu bizning nishonimizning faqat kichkina bir qismi. Bir oldiga ko'rinib turadigan bir qismi. Endi Serqilla Ma'rifiniki nishoni boya endi so'zlash jarayonida Mamtim kammi dedi, Nurgul xonimmi dedi, Muhammad Yusuf ustozmi dedi. Ama şu ballarımızı şu milletimizge haqiqiy kuch qo'sha oladigan sarxil ziyolilar qo'shinini yetishtirib chiqish bizninki bu maqsad bilan nishon ba'zida biroz aralashib ketib qoladi. Bizning shu asli maqsadimiz, oliy g'oyamiz ana shu. Endi tar jihatdan bizninki nishonimiz nima degan vaqtida bu sarxillar ma'rifini texnikamiz sistemlashtirish, muntazamlashtirish, rasmiylashtirish nishonimiz va aldınqı bir yıl sistemlik öz işimizde sistemlik kıldık. Başta dep ötkenimdek biz bu ballarına diplom veremeydigan yandın bir yetekleş mağrıbı boğanlık için yanlı kısmen kemçilikler buludu. Okuvchilarning qizg'inligini, o'quvchilarningki qizg'inlik manbasi bizninki sarxil ziyolilar qo'shonimiz va bizninki o'quvchilarni dаңlıq ali maktablarga yetaklaydiganligimiz. Lekin bu bolalar yana o'zininki maktablarda o'qiydi. Asosligi bu bolalarningki va ota-onalarningki asosligi rasmiy qaraydigani o'zininki maktablardagi o'qish bo'ldi. Maktablarda chunki maktablar rasmiy davlatningki ma'rif ministrliklariga qarashliq bo'ldi va diplom berdi. Shu diplomniki vasitasi bilan texim yuqorilab o'qiy oladi yoki bo'lmasa bir yerga bora oladi. Shu diplom o'quvchilarni tutib tura oladi. Endi shunga biz oliy g'oyamiz kelgusida buningdan keyin qisqa muddat ichida shundaq hatto keyin diplom bera oladigan rasmiy bir ma'rif shakli qurib chiqish, hatto sarxillarni yetishtirib chiqadigan bir Turkiyada bazı qilish bo'lsin yoki bo'lmasa Yevropada tarmoqlari bo'lgan bo'lsin, bir sarxillar maktabini qurib chiqish oliy nishonimiz shu. Hozir torda ilib berilayotgan bo'lsak, balkim keyin torda masalan hozir tor universitetlarim bor maxsus diplom beradigan. Balkim shu yuzinishga qarab menishimiz mumkin. Buni taraqqiyotimiz belgilaydi. Lekin oliy nishonimiz texadimmo sistemlashish, rasmiylashish nishonimiz va sarxillar maktabini qurib chiqish. Xo'sh. Ko'p rahmat. Inshaalloh muvaffaqiyat tilaymiz bu safarlarda inshaalloh. Müşahede yana şu sual zihnime geldi. Nurgul Hanım'ı sorsam bu önemli. Elbette ata-onalar her qanday bir ata-ona farzandininki en yüksek seviyede naticelerge erişişi isil ali mekteplerde okuşunu arzu kılındı. Bulup mu Türkiye'deki ata-onalara nispeten hem de okuş ballarının şundak yaxşı yerde okuşunu arzu kılsın. Mesela iktisadi cihetten özünün ahvalı qarab vatanda mijaqtığı bu balam müşahedemde yançıqımız qarab işqimsa qılmaydı deydiğen nəsini ballarınınki zihniga onu selip ballarını düşkünləşdiriş. Mesela ben tirissem mi ma'lum yer bağın diyenime ondan mekteplerinin pulusu manda kıymet oldu ya kiremeydi kemme diyendek aldınala bu dairinin içine soğut yürütüdüğün bir işler var ata-onaların ikilimizin. Hem de bu sarxillarınki kütken bu yüksek çet eldeki en ali mekteplerde haksız buluş ihtimallığı belki az bolsa gerek. Şu noktada bir malumat bergen bolsaňlar sizler çet elde hizmet kılıvatsızlar, uyanı işlerini tefsili bilisizler. Bolsa şu sizden ve Doktor Mamtim'den bu haqda bir malumat algan bolsak, ata-onalar aldınala qo'rqib ketish kerakmi? Mesela ballarga müşahede Türkiye'de okusanlar mıken müşahede devletin haksız mekteplerde degendek neresini deyiş gerekmi sizden bularını anlasak? Ben buna manahda cevap vermeyeceğim. Türkiye'de okup Türkiye'den başka dünyanın başka yerine verip okuş vatanın içinde toluğutun mektebini bitirip
Dünyanın başka yerleriga berip o'qish qargan chaqda men 100 etse asan desem men aşırı etken bo'lmayman. Çünkü Türkiye'de ming qilmasa sizlarda erkinlik var. Sizlar agar amonlik qilib men mayerdan chiqib boshqa yerda o'qisam o'qiy olmayman deydigan u xil nima qarorni sizlar chiqara olasizlar. Shuning uchun Türkiye'de bunaq ikki xil ahvol bor. Ben bir ota-onaniki bir hikoyasini shu yerda o'rtoqlashsam bo'ldi. Bir ota-onaniki sizlarda Türkiye'de bu iqomat masalasi bek muhim masala ekanda. Yoqimsa shu garajdanlik masalasi nihoyatda muhimki. Shu ota-onaniki hamda ikki bolaning masalasi bu yerda. Birinchi bolasi o'qib oliy maktabga kirishdan burun demek o aileninki iqameti bo'lmagan yoki bo'lmasa garajdanlik hech qanday Türkiye kimlik bo'lmaganlik uchun shu bolani demek Türkiye'ninki maktab sistemasi chetga qoqqan. Oliy maktabga olmagan gapda. Demek shu bola shuncha yaxshi o'qisimi demek o bolaninki kelgusi bir xarabiylikqa aylandi degan gap. Lekin ikkinchi bolasiga kelganda ularning ta'liga o qolgan hal bo'lmagan masalalar hal bo'lgan. Demek ikkinchi bolasiniki kelgusi birinchisi qaragan chaqda sal ochiqroq mandaqcha aytganda. Sal ishonliqroq bo'lgan. Endi aşı məsələnin özümü demek bu hozir bizningki bu Türkiyədəki bizning jamoatniki, bizning xalqniki yüz kelayotgan bir amaliy masala. Endi bu yerda cho'ng oila, kichik oila degan ikki hukm bor. Masalan, Sarxilla ma'rifini biz bayon Mahmudjon elimiz deb o'tgandek bir kichik oila deb hisoblasak, biz bir o'quvchi bizningki shu doiramizning ichiga kirib, mandaq bir qiyinchiligim bor, masalan bor desa, shu Sarxilla ma'rifining ichidagi hammalarni teng harakat qilib, asliga amal va shu masalani hal qilsak degan tarafda turmiz. Endi chet eldagi o masalan o'qish puli qimmatli yoki bo'lmasa unga chiqolmaydi, bizning iqtisod yor bermaydi deb bolalarninki kelgusiga umidini cheklab qo'yish yoki bo'lmasa uningga ashuna qilib o'zini ashuna qiyos qiladigan hatto ashqil iqtidorini nimaninki ota-onalarning tushganlab qo'yishi bu bir xatarli ishchi. Amaliyotda bola yaxshi o'qisa bu chet elninki o'qishmagan universitet o'qishmagan nimada institutlarda nurg'unlagan o'qish pul mukofot sistemlari bo'ldi. Men bayon deb o'tdim. Bir millatning gullanishi bir millatninki bo'pmi? Bizdek mushnaq ahvolda qolgan bir millatninki shu chet elda hayot qilishning birdan bir usuli biz hammamiz bir yerga kelib birga ishlab kim nima ish qila olsa shuni qilib asosimizni qo'dab qilish saqlab qilish mustahkamlab maqsad andin biz kelgusidan umid kuta olamiz. Ana masalan bir o'quvchining biz yetaklab bir scholarship yoki bir yerdan bir o'qish mukofoti hal qilib shu maktabga bora oladi degandimi bu o'quvchininki boshqa turmush masalalari bo'ladi. Masalan, shu o'quvchiga kim yetakchilik qilsa yoki bo'lmasa shu bormoqchi bo'lgan davlat yoki bo'lmasa shu shaharda bizning jamoat bormi yo'q? Albatta bor. Bizning ziyolilar bormi yo'q? Albatta bor. Nima uchun ashlar kirib shu o'quvchiniki shu hal qilishga tegishli masalasini darhol hal qilib berolmaydi vaqtincha. Anan u bolalar o'zining asosini salgan ekan, men ishonmanki u bolalar o'zininki eg'ini o'zi ko'tarib keta oladi. Demak, shu boshlang'ich davrdagi aşağıya bağlandı, bolalarninki shu maktabga o'ltiraqlashish, shu sharoitga ko'nib olish, turadigan turaqliq yer bo'lish, mush masalalarni butunlay bir yangi ishga kirgan odamga mana bir shu yangi ishni tunishtirishga bir jarayon keladi. Shunga o'xshashli bir ish. Ash bolalarga bir shu yangi ko'nib olish yoki bo'lmasa shu yerga yerliklash uchun shu bizningki shu shahardagi shu rayondagi ziyolilarninki Uyg'ur ziyolining roli nihoyat kuchli buningda. Şuna bu mecburiyetin biz asıl kaydımız geçip tutulanmayız. Şuna ata-analarınki anı qilsang bo'lmaydi, mani qilsang bo'lmaydi, biz onu chiqaramaymiz deb abballarınki kelgusiga umid g'oyasini andaq shukarlab qo'yish, cheklab qo'yish menchi bu aqlona ish emas. Bolalarga qo'yib berish kerak. Bolalarninki qanchaga yuksak g'oya bilan o'qiy olsa, taraqqiy qila olsa, shuning ota-ona rag'batlantirish kerak. Ota-onalar masalan Sarxilla ma'rifining ichidagi, teshidagi
o'zi shu chet ellarda o'zining yo'lini tepib bir kishilik shu turayotgan jamiyatida o'rin elib ketayotgan nurg'un odamlar bor. Shulardan maslahat so'rash kerak. Shular bilan fikr almashtirish kerak. Boshqalar bilan fikr almashtirganda ota-onalarning tunish doirasi, ko'z qarashi kengayib qoladi. Andın balalarımı yaxşı yetekçilik qila oladi oilada. Bu mening taklifim. Xo'sh. Ko'p rahmat. Doktor Mamtiminning bilishga gap bo'lsa kerak bu masalada. Bo'libmi masalan balalarningki, shu yoshlarimizningki oliy maktab tanlaganda qanday maktablarni tanlashi kerak deb qaraysiz? Turkiyadagi hech bir yerga yon bosmagan shaklda siz Turkiyadami o'qishsa yoki Yevropa davlatlari masalan qaysini oldin tanlash kerak sizga? Endi men shu gapni asosan xonimning deganlari qo'shilaman. Endi ota-onalar bo'lsa bolalarni amal bilan kerak. Cho'qim yaxshi o'qisam fursatlar bo'ladi deb. Haqiqatan vatan sirtida fursatlar nihoyat ko'p. Yevropada bo'lsin yoki Amerikada bo'lsin yoki boshqa yerlarda, Turkiyada albatta degan fursatlar nihoyat ko'p. Tirishchanlikni ko'rsatsa, andan keyin ko'p izdansak, bo'libmi atrofdagi biladigan ziyolilar yoki qarindoshlarimizni maslahat olgan sharoitlarda ko'p fursatlarga ega bo'ldi. Hamda shu bir narsani ta'kidlab qo'yish kerak, endi odatda vatan sirtida bo'lib Yevropa taraflarda universitetlar haqsiz bo'ldi ko'p hollarda. Lekin shu davlatning yerlik tilini bilishga to'g'ri keldi. Masalan, Fransiyada bo'lsa siz lekin fransuzcha bilish kerak. Germaniyada bo'lsa shuni o'xshaydi, lekin germancha bilish kerak. Ba'zi shtatlarda haqsizga, lekin shuningdek. Lekin to'liq masalan ingliz so'zlaydigan davlatlarda, masalan Kanada, Avstraliya, Angliya bo'lsin, Amerikadek davlatlarda to'liq kurslarda odatda haqli bo'ladi, sal qimmat bo'ladi, lekin ularning ma'lum sifatida yaxshi universitetlar shu o'qish mukofot puli bo'ladi. Ya'ni to'liq kursga kelgan o'quvchilarmi, hamda shu o'qish mukofot puli beradi, alayda yaxshi o'quvchilar bo'lsa. Demak, shunday fursatlar bor. Bu lekin to'liq kurs sal umumyuzlik aytgan vaqtda to'liq kurslarda sal ozroq bo'ladi, lekin magistrlik o'qishidan keyin bu o'qish mukofot puli olib o'qish fursati nihoyat ko'p. Hamma sohalarda, hamma yerlarda bo'ladi. Nurg'un Yevropadagi davlatlarda ingliz tili bilan shu magistrlik yoki doktorlik o'qishlarni tamomlagan bo'ladi. Endi shu nuqtadan aytgan chog'da endi to'liq kursda fursat sal ozroq bo'lgani uchun sirtdagi yerlarda. Endi Turkiyada o'qiyotgan o'quvchi Turkiya universitetlarida o'qishmi, menimcha yaxshi emas tanlash emas deb qarayman. Chunki Turkiyada yana yaxshi universitetlar bor. Vatan sirtida masalan bizmi shu yerlardami birimiz masalan Sabancı Üniversitesi bo'lsin, Koç Üniversitesi bo'lsin, nayti universitetning nomi emas, mana kasblarda nayti kuchli masalan ODTÜ deydi, masalan ODTÜ Şarap Institut Teknoloji. Shuningdek nayti yaxshi kasblar bor. Demak, muhimi bo'lsa o'quvchilar hammadan o'zi qiziqqan ma'lum bir kasbni tanlagandan keyin shu kasb qaysi universitetdan kuchli bo'lsa, uni belgili bo'ladi. Bu uchurlar kengdi. Demak, shu universitetning nomiga qaragandan bakrak shu kasbni yaxshi bo'lgan universitetga berish menimcha bu to'liq kursda aqllarni tanlash deb o'ylayman. Undan keyin magistrlik yoki doktorlik yuqori o'rlab o'qishni menimcha amalda vatan Turkiyaning sirtida, ya'ni Yevropada yoki Amerikada, Avstraliya, Kanada degandek endi joylardagi yaxshi universitetlarda o'qish texnik aqllanadi. Chunki biz bilamiz, masalan seviye jihatda, masalan Turkiyadagi o'quvchilarniki, masalan doktor o'quvchilarining saviyasi bilan Yevropadagi yoki Amerikadagi doktor o'quvchilarining saviyasida haqiqatan xili ko'p farq bor. Shuna shu nuqtalarga diqqat qilgan asosda o'zgartib cho'ng bisim qilolmagan holda agar imkoniyat bo'lmasa Turkiyadagi yaxshiroq universitetlardagi yaxshi bo'lgan kasblarni tanlab, anondan keyin nishonini bo'lsa magistrlik yoki texnik o'rlab o'qishlarda Turkiyaning sirtidagi joylarni o'ylashimi bo'ladi. Shu endi albatta bu sarflama ma'rifining nishoni maqsadi bo'lsa o'quvchilarni yaxshi bo'lgan andonliq universitetlarga berishroq fursat yaratib berish, yordamda bo'lish deymiz, albatta shunday. Lekin undaq bo'lmagan ahvol ostidami yana nurg'un fursatlar bor demoqchi. Xo'sh. Ko'pdan ko'p rahmat, nihoyat qimmatli ma'lumot berdingiz. Endi Muhammad Yusuf ustad oxirida sizdan bir savol so'rab tugatsak,
Endi hakikaten farzandlarimizningki milletimiz bularga bütün gücümüz bilan bo'lib muhojiratga bugünkidek sharoit yashayotgan xalqimiz vatanimizdagi ahvollarni kunda anglab ko'rib turayotgandan keyin bu yerdagi farzandlarimizga jiddiy bularni har jihatdan tarbiyalashda alohida ko'ngil bo'lishimiz kerak. Bu vatanga ega chiqilgan vatanning kelgusini qo'lga oladigan shundoq har jihatdan yetishgan bir avlod yetishtirib chiqish uchun har bir ota-onaning ustiga tushgan vazifa intayin ig'ramdi bu muhojiratda. Bir erkin dunyoda yashayotimiz chunki hech qanday bir cheklama yo'q. Xalqimizni o'g'nalaydigan shaklda bizda irodalan bo'lsa buni yetib nishonimizga yetishimizda Rabbimning izni bilan buningda shak yo'q deb qaraymiz. Hamda ota-ona o'g'il o'quvchilarga masalan dunyoning nariga borsamda ular texnik arjatni erkinlikka yoshlarimiz bo'lib mamda buningga kuchaymiz hamda millatimizda umumiy nazar qarsak ham biz bir dindor xalq dinimizningki yo'l yo'riqi ko'rsatmasiga bo'lib qizlarimizga mayli kichigidan tatib bularning tarbiyasiga dinimiz qanchalik ahamiyat beradiganligi Rasulullohning hadislaridan chiqib turdi. Qizlarning tarbiyasining qanchalik muhim ekanligida bularni ko'z qarashimizdek asrashimiz, bularni yolg'iz qo'ymasligimiz, davomli har jihatdan bularga ko'ngil bo'lishning intayin muhim ekanligimizni dinimiz ta'kidlaydi. Bo'lib shundoq mazgillarda Yevropa chet ellarga masalan qizlarini shu yerda o'qitish masalalarida ba'zi ikkilinib qoldigan ahvollar bo'ldi. Buningga kavobmi ko'maydigan, zixmi ko'maydigan shaklda bu ota-onalar buning qanday muomala qilish kerak endi. Sizdan shu diniy jihatga masalani anglab tugatganmiz. Bir Müslüman için ilim qilish ve o'qish yo'lida safar qilish ibodat safari hisoblanadi. Endi vahiy Peygamberimiz kelgan tunji vahiy ve Kur'an-ı Kerim'de tunji qatim tushgan oyat o'qu degan oyatda. Bu o'quvda birinchi Rabbing to'nig'in, uning o'zini to'nig'in, dunyoni to'nig'in, bilgin sana manfaatli bo'lgan hamma narsani o'rgangin degan gap. Endi bu yerda diniy ilm, fanniy ilm deyotgan narsa yo'q, burun yo'q deydi musulmonlar. Keyin paydo bo'ldi. Endi diniy ilm, fanniy ilm, oxiratlik ilm, dunyolik ilm deyotgan gap yo'q endi. Faqat Alloh roziligi uchun, ya'ni Allohda meningki burchimni ado qilaman, xalqimga qarta, vatanimga qarta mening ado qilishga tegishli ado qilaman deb yo'lga chiqqanida Alloh yo'lida mang'ron bo'ldi. Bu ilm safari, ibodat safari. Shariatning ko'rsatkisi Allohning buyrug'ini bo'yicha ish qilish ve Allah razılıkını közleş, vatanning xalqining manfaatini ko'zlash shu sharti bilan muşu seferler ibadet seferi buldu. Bunda sefer olgandan keyin o'g'il bolalar uchun masalan bunida siz deganda hech qanday bir cheklama binasi yo'q hamda o'g'il bolalar uchun ular faqat islom e'tiqodida chin oila tarbiyasi yaxshi bo'lsa, islom e'tiqodi ve milliy ve axloqli olgan hamda şu sharoitda uniki dunyoning qayerga o'qisa, uni qo'llab qizg'in qo'llashga tegishli endi. Qizbolalarning shunday endi. Qizbolalarning shariatda belgilangan bir cheklama bor, bir nima bor. U endi qizbolalarniki, ayollarniki mahremsiz bir yerga safar qilmaslik degan ko'rsatmasi bor. Endi buningda ya mahrem degani ya o qizning dadasi, akisi yoki ukisi yoki nikoh tushmaydigan tuqqani yoki endi uylangan bo'lsa yo'ldoshi endi. Shuning bilan ayda yiroq yerlarga billi bası buldu deyildi. Saudi Arabistan'da aslında yol koya alamazsan. Saudi Arabistan ellerde bular Amerika, Avrupa'da okuyatkan kızlar bekçik. O kızlar kanday kıldı dese, o kızlar ya dadısı ya akisi aşı billi murabit kılap bardı. Bakın ki hükümet aşına çıkımının hemen aşı bakanlığı şu murabit buldu da tayinlep durdu. Aşına yalğız yolu sağlaydı. Yani o bizdenki öz aldığımızda işlerinde bizge bir kim bunda maniki pulusunu berip buna billi basını deb anda qilmaydi. Bu işlarni ham da şu sharoitga qarab muvofiq darajada ayda o'rinlashtirishga to'g'ri keldi. Dinimizningki ko'rsatmasi ayollarni yolg'iz yo'lga solmaslik, yolg'iz qo'ymaslik, ularni şu asrash, himoya qilish endi shuna buyurilgan shariat yolg'iz yo'l solmaslik, mahram bilan yo'l silish deydigan bir ko'rsatmasi bor shariat. Xo'sh.
Köp rahmet, Allah razı olsun. Programımız nəhayət köngüllük söhbət bop ötə dep qarayman, lekin programımız belgilengen vaqtdan xeyli eşib ketken bolsunmu, görürmenlerimiz nəhayət qızgın şekilde köydü. Köp rahmet etimiz hemmeňlarga, Doktor Mahmudcan sizge mi? Nəhayət qimmatli məlumat berdinler. Eger başka bir ahırda bir iki kız gepne qoşup koyğum kep kaldı. Bayı Nurgül Hanım'dan soralgan sualga nispeten. Muşu okuçlar eger muş ata-analar herkes ikilenmesi boldu mesela. Bayı Mehmet kan tep ötkendek üniversitetinki okuşmu kapat bul nimeleri fırsatlar biraz az bolsun magisterlikka nispeten. Lekin biz serhilla marifada yeteklenip özünki hakikaten himmeti bağ okuçlarga layakatlik bolsunlar biz okuş mükafat pulunu çokum el qilib beramiz. Bundan çokum emin boldu ata-analar olsun, meyli okuçlar olsun. Bunu dep koyğum kep kaldı. En ahırda muşu serhilla marifınınki keynide meyli ismi ilingan bolsun. Barlıq ziyalilarga qarindaşlarımızga çoğunqur rahmetimni bildirme. Erkin Sıdıqamızın bildiğin baştan ayağına yaxşı qollap kelýärler Uyghur Project Fondudan şu serhilla marifimizga yardım qilib kelegdik. Ankin emmimizden bildiğin Doktor Rişat Abbas akımız mı şu serhilla marifininkki beşidan ayet baştan ayak qollap kelegdik. Men bunu ta'kidlab qo'yg'im kelib qoldi. Baya dastlab so'ralgan savolda to'liqlama. En ahırda şu İstiqlal Televiziyasiga yana bir qatam rahmetimni bildirme. Biz rahmet etmiyoruz, köp rahmet. Biz hazırki gepinizden yana şu sual yana otomatik zihnim keldi de magisterlik o'quvchilarga masalan sirtniki qimmat olsun biz uni hal qilishga tirishimizda o'qish mukofot bo'linadi. Sizlar sarxilda ma'rifa tarbiyalangan o'quvchilarniki asos Turkiyada turadigan o'quvchilar. Bu yerga tanlangan o'quvchilarniki üniversitet 4 yıllık bu üniversitet hayatını Türkiye'deki yaxşı üniversitelerde okup magisterlik, doktorluğunu chet eldə oxuşunu men mındaqlam dey. Biz başta mındaq tavsiye qilib kelgan hozir shunda tavsiye qilamiz çünkü balalarning ishi kichik. Üniversitetga chiqish uchun Turkiyadagi balalarningki biraz pishib yetilib, shu Mehmet Imkam degandek Turkiyadagi eng yaxshi maktablarda o'qigandan keyin magisterlik uchun o'qish mukofot puli fursatlarni aytacak. Biz mi onun üstüge yaxşı mekteplerini ve okuş mükafatlarını el qilishib o'qishib beramiz. Fursat ayet yaxşı degan gap. Lekin hamda üniversitetdagi vaqtda üniversitetga nisbatan o'qish mukofot puli biraz raqobatlik az. Yani alayda favqulodda alayda natijasi bo'lgan bolalarga yana bor. Bunda fursatlar bor. Bay degandek ingliz tilida o'qiydigan maktablardan Amerika, Kanada, Avstraliya deydigandek maktablardan. Şuna bundaq mekteplerge o'qish mukofot puli bilan agar o'zi mening nazarimda layoqatlik tarbiyalanib chiqqan o'quvchimiz unda o'qish mukofot pulini ola oladi menimcha. Aşı raqobat jarayonida ololmaydigan shu qasimo mening yana qo'shimcha qilib qo'ygan gapim shu. Biz sarxilla ma'rif ve sarxilla ailesi bulaşışıptığımız bilen aşı o'quvchimizga ega chiqib, aşı o'quvchimizni o'qish mukofot pulliq o'qita olamiz. Shuni deb qo'yg'im. Magisterlik uchun albatta o'zi el qilib o'qish mukofotini ola oladi. O'qish mukofoti magisterlik va doktorlik fursatlarini aytacak deb o'tilgandek. Ko'p rahmat. Qadrlik başka mehmonlarim Meyli Nurgül Hanım olsun, Doktor Mehmet olsun. Eğer başka arqanda bir gepinglar olsa, ahirgi sözünglar olsa, alsaq bo'ldi. Bo'lmasa programni müşahede axirlashtiramiz. Men bir cümle qo'shib qo'ysam, endi bu programninki mening aytdim o'ylaqi. Jalb qilgan yer nima degan vaqtimizda, endi bu bir Mahmudjon deb o'tdi, bu bir oiladir. Endi bir yolg'iz atmoq uchun chiqmas bir gapimiz bor. Mushu o'quvchilar, endi mushu ma'rif, mushu jarayonda tarbiyalanish jarayonida o'zaro tanishib, o'zaro bilishib, qilish orqali ular har xil keyin jamiyatga chiqqanda yana o'zaro hamkorlasha oladi. Ham o'zaro birlashib ko'p ishimiz. Demak, bu programning eng muhim yana bir yeri mana mushunda o'rtaq g'oyaga ega, hamda qobiliyati
yaxshi umid bo'lgan yoshlar yana o'zaro tash qo'yun bo'lib o'zaro tanishib bilishib keyin kelgusida cho'ng ishlarni qila oladigan darajada o'zaro hamkorlasha oladigan bir fursatga erisha oladi. Menimcha bu nihoyatda bir muhim nuqta shu program. Ko'p rahmat, ko'p rahmat. Boshqa mehmonlarimdan kepi bormidi? Qaraganda televiziya stansiyasininki mush fursatni bizga berib, o'zimizni azroq bo'lsin millatimizni shu sarxila ma'rif to'g'risida nima ishkanligini, nima qilmoqchi bo'lganligimizni bir tushuntirib berish fursati berganiga ko'p rahmat aytamiz. Ana meningki shu doktor Mehmet Bassinga qo'shib qo'yadigan yana bir gapim, amalda bolalarni biz sarxila ma'rif orqali hargiz bolalarninki turga arib cheklash niyatimiz yo'q. Lekin o'ziga o'z ishindagan yoki bo'lmasa o'zining kelgusini men bu shundoq bir g'oyam bor deydigan bolalarning hammasininki shu o'zininki tizim qoldirib talashi tamasini o'z bir sinab yiqishni umid qilamiz. Shu sinab yiqishning o'zi ana biz bilan o'tirib 4 adam bo'ldi har bir maslahatda. Shu 4 adam bilan bir fikr almashtirishning o'zimi bolalarninki buningdan keyingi yo'lida o'zining o'rganish yoki turmush yo'lida nima ish qilganligini belgilash yoki bilish uchun nayt yaxshi bir sayda deb qarayman, bir fursat deb qarayman-chi. Men shuning uchun ko'plagan ota-onalarninki bolalarni rag'batlantirish, hech bo'lmaganda sen alqi kirmayman desammi, nimaga sarxila ma'rifadagi 100 turani ko'rishish kirib shu bizningki ziyolilarimiz bilan bir fikr almashtirib boqin bolam deganni maqsad qilib bo'lsa-mu, bolalarni qoida bo'yicha tizim qoldirish kerak. Bu bir fursat. Chunki bolalarninki o'zininki ideologiyasini, o'zining g'oyasini boshqalarga erkin ozodi deyish bu degan hamma ishning boshlanishi shunday bo'ldi. Oldi bilan bolalar o'zini aktivchanlik bilan o'zining ideyasini ifodalashi kerak. Ondan boshqalar anglagandan keyin qanday yordam qilishni andan boshlay oladi. Bu bir o'rganish. Shuni qo'shib qo'ymoqchi. Kichikini qo'shib qo'yamiz. Nisbatan tugi gapimiz bor. Aldingi yili tanlanmay qolgan bolalar ikkilanmayli yana qaytadan tizimlasa, tanlanish ehtimolligi bir qadar yuqori bo'ldi, shuni deb qo'ygan gap. Chunki qizg'inligini ifodalaydi. Bo'ldi. Xo'sh, unda bo'lsa boshqa Muhammad Yusuf Qarajimdan boshqa gap bo'lmasa, o'sha oxirlashtirib programni. Bo'ldi. Xayr, unda bo'lsa qadrli ko'ruvchilarimiz, haqiqatan normaldan 2 haftadan ko'proq oshirayotgan bo'lsak-mi, 2 soatni eshib ketdi programmamiz. Ammo lekin yarim soatdek o'tib ketdi, noyati ko'ngilli suhbat bo'lganligi uchun qizg'in shaklda ko'rib berganlar uchun ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Butun mehmonlarimga alohida rahmat aytaman. Inshaalloh millatimizningki bu mayli bu sarxillarda bo'lsin yoki boshqa davlatlarning har qanday yerda shunday farzandlarimizga ko'ngil bo'lib ularni har sohada yetishtirib yaramliq insonlardan qilib bu da'voga Sharq Turkiston da'vosiga ega chiqilgan millat vatani uchun xizmat qiladigan shu ruhda tarbiyalashga har birimizni Rabbim buningga nasib qilsin. Buningga tirishaylik degan arzu, umidlar bilan xo'shlashimiz. Yana bir qatimliq suhbatda Alloh agar umr basi ko'rishguncha omon bo'lg'aysizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.